Assalomu alaykum Uyg'ur choyxonasiniki aziz ishtirokchilari. Bugungi naq maydon suhbat programmamiz Konifa Osiyo futbol lo'nqisini talashish musobaqasidan diasporadagi kimligimiz va kelajagimizga nazar bu naq maydon suhbat programmasini o'rinlashtirdik. Bugungi suhbatga qimmatli mehmonlarimizdan Elshad Islom, Nurgul Saad xonim, Abdurashid Qarliqjil muallim, Muqaddas xonim ham Ezaysa Erkin efendimni taklif qildim. Assalomu alaykum Uyg'ur choyxonasi suhbatlariga kelganinglarga ko'pdan-ko'p rahmat. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Oldi bilan mush ekran oldidagi qarindoshlarga o'zingni bir qisqacha bir tunishtirayotgan bo'lsanglar, anka programmamiz boshlab rahmat. Elshad siz boshlamisiz? Elshad sizdan boshlab bir boshdan. Bo'ldi. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum barcha mehmonlar va riyosatchi Abdurahim Qilishimiz. Men Elshad Islom bo'laman. Turkiston Ulusal Futbol Jamiyatininki reisi ve hozirgi Turkiston Ulusal Futbol Komandininki treneri bo'laman. Rahmat. Assalomu alaykum qarindoshlar. Ekran oldidagi barliq Sharq Turkistonlik cho'ng kichik pishiq to'ng hammanglarga mendan salom. Men Avstraliyada yashaydigan Nurgul Saad, rahmat. Assalamu alaykum ekran oldidagi bütün Sharq Turkistonlik qarindoshlar va Uyg'ur tilini tushunadigan, ko'rayotgan ko'rurmanlar. Men Abdurashid Jelil Qarliq, hozir Turkiyaning poytaxti Anqarada sizlar bilan dijital makonda didorlashyapman. Didor g'animat. Rahmat. Xo'sh, Muqaddas xonim. Assalomu alaykum ekran oldidagi barliq qarindoshlar, hammalarga shu vaqt xayrli bo'lsin. Men Muqaddas Yodgor, Angliyaning London shahrida yashayman. Bu program taklif qilganingizga rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylaridagi vatandoshlar, qarindoshlar hammanglarga salom. Men Ezaysa Erkin Londonda yashayman. Bugun mush ekranda sizlar bilan salomlashib, sizlar bilan suhbat qilib bardog'ligimdan mamnunman. Rahmat. Rahmat hammanglarga. Men qimmatli vaqtni chiqarib naq maydonga qatnashib berganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum ekranda qarindoshlar. Hammamiz ko'rgandek 7-oyning 1-kunidan 7-oyning 5-kunigacha Angliyaning London shahrida Konifa Osiyo futbol lo'nqisini talashish musobaqasi bo'ldi. Bu musobaqada Sharq Turkiston Ulusal Komandisiniki treneri ham shu jamiyat Sharq Ulusal Komandisining qurg'uvchisi Elshad Islom rahbarligidagi Uyg'urlar bo'lib shu musobaqaga qatnashib, shon sharaf bilan qaytib keldi. Konifa Osiyo futbol lo'nqisi talash musobaqasi 2027-yillik Dünya Konifa futbol lo'nqisini talash musobaqasiga tanlandi. Buni hammamiz qo'shallandik, iftixorlandik, g'ururlandik. Shunga bu musobaqa bizning diasporatimizda tunji qatam futbol sohasida bo'lgan bir musobaqa bo'lg'ashqa, bu musobaqaning beshidimi bu musobaqa haqidagi fikrlar e'lon qilingandan keyin o'xshamagan sohadagi Uyg'ur ziyolilarimiz, aktivistlar, tashkilotchilar o'tirg'i chiqib bu faoliyatni qo'llab-quvvatlab o'ziniki qo'llaydiganliklarini, moddiy ma'naviy jihatdan qo'llaydiganini bildirdi. Bu vaqtda keng sotsial medialarda har xil videolar tarqaldi. Buni hammamiz xush bo'ldik. Bularmi naq maydon musobaqa boshlagan kunlarimi men Uyg'ur choyxonasi nimasida Uyg'urcha ulab taqitib xalqimizga qulaylik, osonlik yaratib berish uchun buni taqatdik. Musobaqani keskin elib berildi. Bu musobaqa jarayonida nurg'un qarindoshlarimiz naq maydonni ko'rgandan keyin hayajonlandi, xush bo'ldi. Nurg'un qarindoshlarimiz yaxshi uchurlarni topshirib olib oldik. Shuning uchun bugun bu alohida bir programmani o'rinlashtirib, bu qatimliq futbol lo'nqisi musobaqasini qo'llab-quvvatlagan ekranlarda
o'zining qo'llab qolib har xil videolar ishlab tarqatgan aktivistlarni, faoliyatchilarni, shundoqla iqtisod jihatdan yordam qilgan ma'rifatparvar korxonchilarimizni, ko'zi ko'ringan ziyolarimizni taklif qilib, Konifa Osiyo futbol qalish musobaqasining diasporasiz kimlikimiz va kelajak nazarda bu programmani o'rlashtirdik. Bugungi programmamizda bir qancha savollarni tayyorladim. Bu savollar asosida bir suhbat olib borsak. Birinchi savol, Sharq Turkiston ulusal futbol komandasiniki Konifa Osiyo futbol lo'nqisini talashish futbol musobaqasiga qatnashish haqidagi uchurlar e'lon qilingandan keyin diasporadagi Sharq Turkiston Uyg'ur nomli tashkilotlar, aktivistlar, avom fuqarolarning buning qaytirgan inkosi qanday bo'ldi? Xo'sh, eng avval Elshad Islomdan bir boshlaylik. Qanday qilib bu musobaqada o'tirg'i chiqdi? Qachondan boshlab ular aloqalashib nima bo'ldi Elshad bilan? Bu haqida bir o'zing bir qisqa tushuncha bersa, undan keyin boshqalarni olsin. Xo'sh, Elshad. Xo'sh, rahmat. Bu Konifaniki degan organga biz 2019-yilda boshlab yozdik o'zimizni. Nurg'un Xizmat to'g'risida o'tdim. Biz 2011'dan boshlab erkinlik lo'nqisida futbol musobaqasini o'zaro, ya'ni barliq Sharq Turkistonlar bilan birlikda musobaqani o'ynab kelayotgan har 2 yilda bir. Shu musobaqada o'ynagach o'zimizga har yildan yilga shunday yaxshi bo'lib kelayotgan. Ham bundan o'ta, ya'ni bundan sirt, ya'ni o'zaro o'ynashdan boshqa qanday yana xalqaro sahnaga chiqa olamiz deb men shaxsan to'rlardan izlandim. Bo'lsa mush ovozimizni futbol nimasidan orqali taxminchiga to'ntayl o'zimizdan sirt taxmin ko'p boshqa millatlarga, mush Yevropa, Amerika, Avstraliya taraflarga to'ntayli degan shaklda izlangach mush Konifani topdik. Konifani topgandan keyin bu nayt bizga naqlam tushgan bir organki. Shuni 2019dan boshlab yozdik. Tizimda qilib bo'lgandan keyin biz ishqitdan tunji Sharq Turkiston ulusal komanda bo'lishimiz bilan ishqitdan do'stlik musobaqasi o'ynagan 2019da. Birinchi qitim do'stlik musobaqasida biz West Papua degan davlat bilan o'ynagan. U vaqtda birinchi musobaqani o'tgan. Ikkinchi qitimdan keyin 2019-12-oyda Tamil Ilan bilan o'ynadik. Bu musobaqada ketcha futur etgan bo'lsaqmi, xalqimiz jihatdan aytib yaxshi qo'llash, iqtisod jihatdan yaxshi qo'llash bo'ldi. Va arliqda albatta Konifaniki nurg'un faoliyatlar bo'lgan, musobaqa bo'lgan ekan, u vaqtda biz qatnashib shu turnivalarga qatilaylik desak, buningga bizning o'zimiz sharoitga yar bermagachga shuningga tizimlab qilamagan. Ammo bu 2025-yilniki Londonniki Konifa Osiyo lo'nqisiga biz o'zimizni yozib, buning cho'qimiz qatnashimizda yozib kirdik. Siz degandek, gerçi bu musobaqada biz chempionlikni olamagan bo'lsakmi, shaxsan bizningki o'zimizga futbolchilarga oldilar, futbol jamiyatimizga va barliq qarindoshlarning qo'llashi bilan o'zimizga cho'ng ishonch bo'ldi. Abim siz bilan o'tgandek bu musobaqada ikkinchi bo'ldik va 2027dagi Dunyo Konifa lo'nqisiga erishildik. Hozircha shuncha tushuntirib turay. Rahmat. Rahmat. Akam sizningki ham o'zingiz bu qatamliq futbol lo'nqisi talish musobaqasini bir tashkillab vallahi jarayonda shu to'r dunyo chaq e'lon qilgandan keyinki ben degandek buni aktivistlar, faoliyatchilar, ommaviy fuqarolarniki buni chaqirib qo'shash nimalariga qanday qaraysiz? Eng avval sizdan birini anglaylik. Keyin boshqalarni fikrini olaylik. Xo'sh. Elshad, anladingizmi? Menden so'raganlar bu savolni? Sizdan eng dastlabda. Bu chaqiriqni albatta oson to'xtamadi. Gapning ochiqni qilsam, chunki nurg'un qarindoshimiz ham futbolni yaxshi ko'rdi, lekin bu futbol musobaqasi bilan bu siyosiy da'vo, ya'ni bu bayroq degan narsa qanchalik foydasilar deb jiqadan o'ylab yetmagan. Bu faqat tamam bu yosh bolalar futbol o'ynab kelmoqchi deb tushungan. Shuningga nurg'un qarindoshlarimizga bevosita paranglashqash, tushuntirib qilishga, xil ko'p odamlar bizni bu muhim ishga deb qo'litib moddiy jihatim bilan, ma'naviy jihatim bilan.
Şununla başta tuncu çıkan Rukiye Turduş Hanım bulamdı ve onun kin ulap keyin çıkmış ki Nurgül Sağlı Hanım bulamdı. Abdurşit Karlok malum bulamdı. Esat halkımız bulamdı ve nurgun qeyrindaşlar ismini atalmagan qeyrindaşlar bas bilan bizga shu chaqiriqni shunday yaxshi torladi tang qilib chaqiriqni. Asan to'xtamadi. Hisobotmi beshida qanday bo'la yetami yetmasmi bu musofning chunki nurgun hisob ketadigan ish bolalarni hammasini akilib yataq qira hamma narsani ko'tarishimiz kerak deb qilgan to'q ammo oxiri keyin bo'lib oxiri jarayon keyinda nurg'un qarindoshlar ravzi yaxshi kuchab berganga barliq qarindoshlar hammasidan alloh rozi bo'lsin shu ekran orqali yana bir bu jamiyatimizning nomidan hammasiga ko'pdan ko'p rahmat. Aldıdan Kuzat Altay qarindoshimizmi tunji bo'lib $10,000 yordam qilganiga men almışet alaydi rahmat deyishimiz kerak. Onun için To'g'liq Hamid qarindoshimizmi to'xtamay adamimizda tunuş buluşlardan qilib Shveysariyadagi jamoatlardan bilan Yevropadagi yuz tunuş qarindosh nurg'un odamlarni tepib mushtum uyumligidan ko'rib tashviqotni yaxshi qilib berdi. Albatta va hammadaniki ismini bir-birlab atab kirsam yamanchiq shuningga vaqtni bek olib ketmay jumladan butun mush ishga kuchigan qarindoshlardan hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Şu qarindoshlarning yordami bilan mayli hisochiyat bo'lamdi, mayli chaqiriqchiyat bo'lamdi. Shu qarindoshlarning yordami bilan bu ish vujudga chiqdi. Bo'lmasa bizmo atlashib qila oladigan fursatga erishamaydik. Rahmat Kuzzat Altay qarindoshimizga programmaga taklif qilganda bek oldirishgan shu vaqtda yetishib qolmay qatnashamay qolib qoldi. Hakikaten siz degandek Kuzzat Altay $10,000 yordam berib eng ko'p iqtisod yordam bo'ldi. Ham bir chet elda diaspora bir saxovatchi qarindoshimiz har zaman kim iqtisodiyotdan bir yordam talab qilib qolsa shu zamonda yordam qilib kelyotdi. Alloh rozi bo'lsin, pul-molga barakatni bersin. Xo'sh, Nurgul Saat xonim, sizmi bu musobaqa haqidagi chaqiriq e'lon qilingandan keyin siz aktiv tor dunyosida bu vaqtda o'zingizning ko'z qarashni o'tirib qo'yib qo'llaydiganligingizni ham iqtisodiyotga yordam qildingiz. Bu vaqtga sizniki bir o'ylaganlaringizni bir o'rtoqlashgansiz. Rahmat. Rahmat. Endi bizniki shu ulusal Sharq Turkiston ulusal futbol komandasiniki bu ish harakatini men shaxsan güzüp kelayotganligi, qo'llayotganligi xil uzoq bo'ldi-ku. Bular shu davlatlar o'tirisida, qit'alar o'tirisida musobaqa bo'lsin. Qilgan zaman masalan to'rlarda ko'rib turmiz. Yani o'xshamagan masalan yoshlar bo'lsin, o'xshamagan davlatlardagi bizning qarindoshlar bo'lsin, ular biriga ekiladi bular. Ana shu Konifa qatnashimiz degan bu chaqiriq birinchi bo'lib, mening o'zimning shaxsan anglagan yerim bu Clubhouse'da bu to'g'ri so'zlashdik. Ana shu yerda nima bor? Endi u yerdagi shu munozirmi intayin kaskinda, andan o'xshamagan iqlimdagi, o'xshamagan fikrdagi qarindoshlar hammasi shu yerda bor. Endi mishada meningki bir shu ko'pchilik aslida qo'ydigan yerim tantarbiya degan azaldan, almusaqdan birinchidan bu irq armaydi-ku. Ikkinchidan mayli boy bo'lsin, kambag'al bo'lsin, bu nemisi armaydi, tabiiy armaydi. Endi yana birisi hamma odamni o'ziga jalb qila oladigan bu jamiyat xarakterlik bir vosita bu degan. Endi bizniki shu tantarbiya masalasiga kelgan vaqtida bu bizniki ulusal futbol komandamizniki ashlaq bir cho'ng musobaqaga bu xalqaro musobaqa bu. Qatnashishi masalan men qarasam, men buni o'zimga menga vakillik qilib turib, Sharq Turkistonlik shu bizniki butun davlatniki, bizning bir shu surgunda yurib, hammadan dunyoning hamma chechilib ketgan xalq vakillik qilib turib, ashna bir musobaqa qatnashdi. Bu men uchun aytganda bir sharaf deb tushunaman. Ana ba'zilar bo'lsa, bu biz men Uyg'urlar bir yerga kelib, komanda tashkillab, nimaga, masalan, shunday bir cho'ng musobaqa qatnashdi deb tushunadi. Shunga har bir odamningki tushunish saviyasi o'xshamaydi-ku.
Mayli aşı Uyg'urlik nuqtasini aytsin, mayli davlatchilik nuqtai nazarini aytsin, mayli o'zini mushu bizning bir ruhimiz, mustaqillik ruhimiz dunyo sahnasida bir javlon qilsin deydigan ahil g'oyaviy nuqtai nazaridan chiqqan bo'lsin, bizningki bu ulusal futbol komandamiz aslında vakillik qila oladi. Ana shuning uchun men uchun aytgan chog'da, bu bizning mushu hozirgi davrimizda bizda qirg'inchilik uchrab ketgan bu millatningki uxlab hozirgi holtimizga tushib qolishimiz bu bir fojiachu. Masalan bizning 2018-2019 shu vaqtlardagi masalan butun dunyoda o'zimizning ovozini oltimizda hamma yerda shu Davos sepida yurgan night aktiv qarindoshlarla hozirgini sezishtirib qilsak 200% farqlanamiz. Hozirgi night azlab night shunchalik bir ko'rinmas holatga tushib qoldi desak, men bak oshirib o'tgan bo'lmaymanchu. Mushundaq bir vaqtda, umidsiz holat tug'an vaqtida bizningki bu ulusal komandamizningki unda xalqaro musobaqa qatnashishi, ani yana birsi bütün xalq mayli $1 chiqara olsin, mayli $2 chiqara olsin, ashuniga o'zining otig'ini chiqarib, bir kuch quvvatini ko'rsatsa, andin Xudoga shukr, bizning bu jasoratli yigitlarmi nayt yaxshi ashada o'yinida deb qarayman-ku. Birinchi qitim mashnaq bir cho'ng musobaqaga 3-4 komandaning o'ttirisi qatnashib, yana kep dunyo longsini talish musobaqasiga ashunga salohiyatiga erishdi 2027-yil. Bu cho'ng bir qo'l kelgan cho'ng g'alaba deb qarayman. Endi mushundaq bir narsa bizga bir umid deb keldi-chu. Bizga bir manda o'xshamagan, iqimlik o'xshamagan ideyadagi odamnimi birga eklarlaydi ekan deydigan ashunaq bir umidni eklarlaydi bizga. Ham ekeldi. Shuning uchun ham mening chiqish qilgan nuqtam dal shu. Mayli men qanday bo'lay, men boy bo'lay, kambag'al bo'lay, men shu vaqtni o'zdimi intayin qiyinchilik holatda. Meniki o'zimning yangi xizmat boshlayman deb turgan shu shirkat bir kechadilam nima kollaps bo'lib ketdi. Ana men xizmatim yo'qchimi yana? Mening iqtisod kirmim yo'q, xizmatim yo'q. Lekin maosh men uchun aytgan chaqda intayin muhim. Shuni men degan kimga? Ilshod Islom qarishimizga. Men bizni ulusal komandasiga atab qo'ygan $1000 pulim bor. Xotirjam men birinchi bo'lib sizga bera olamiz shu pulni, qilinglar bu ishni degandim. Lekin men $1000 beramadim. $500 berdi mening o'zimning pulimdan. Yana Ilshod, men sizga $500 qarz. Uni chuqur bermagan dedim vaqtida. Shu bu bir ishni qilamiz desakchu, niyat to'g'ri bo'lsa, hammamiz bir o'zimiz eng oxirgi tiniqimizni qasimi mush ishga o'zimiz belimizni chin bog'lab chiqsak, bu 47 yil bo'ldigan ish. Ana bu ish bir yerda to'xtab qolmadi. Nurg'un qarindoshlar kirdi o'zining shaxsiy nemisini qo'llaydigan ideologiyasi hammasini o'tirg'a tashladi. Ko'rdik. Buningda sen yaxshi, men yaxshi, sen Uyg'uriston cheting, yana birisi birdan deb ilg'aydigan ish yo'q. Bu hammamizning ishi. Mushu nuqtadan bizning xalqimizningki birga kelaydiganligini yana bir qatim ko'rib oldi. Yana birisi mush qatimliq mush faoliyatning o'zimi diqqat qilsanglar bir tashkilot chiqib qo'llab baxmidi. Bir tashkilot chiqib to'xtama ish biz nima qilib bir safarbar qilib atrofimizga odamlarni qilib biz o'zimiz tashkilot nomidan qo'llaylik deb chiqqan bir tashkilot yo'q. Lekin xalq qo'lladi. Xalq bir yerga ekib, xalq mushishni vujudga chiqadi. Shunga xalqning kuchini ko'rmayotgan, xalqning qudratini ko'rmayotgan har qanday tashkilot beshlik odamlar mush nuqtani ko'rib yetish kerak. Xalq bo'lmasa sen mavjud bo'lib turamaysan. Sening ishing oqmaydi. Ana mushimi bizga nisbatan aytganda cho'ng bir umid. Biz sal qaraydigan masala emas. Ana shuni men uchun aytgan chaqda mening o'g'lim hatto mushu Konifaninki nemisini ko'rib, masalan shu mush faoliyat bo'layotganda Yevropada, endi Yevropada vaqt to'g'ri keladi. Shu o'zining qo'l telpinni ko'rashmi? Ko'rib, "Apa, iset, men shu musobaqa bo'lgan vaqtida men hozir nima bilan Italiya bilan Paris bo'lib qoldim. Agar men Angliyada bo'lgan bo'lsam, boratdim" deb boshlanadi.
Ama ballarımı aşınak bir narsani, bir ruhni ügütüşke bu biz üçün inta muhim bir narsa bo'lib qoldi. Andan şu men mushu mayli bizniki mushu Sharq Turkiston ulusal komandasining qurilish jarayoni olsun, hozirgi musobaqasi olsun, buningdan keyingi ishi olsun, men shaxsan butun oila bo'yicha men qo'llayman. Chunki bu bizga nisbatan aytgan chog'da bizni shunday yug'urib tashlab bir yerga ekilaydigan yana bir funksiyachi. Shu buni hargiz sal qaraydigan narsa emas. Bu ruh, chiniqtirgan ruh tarbiyalaydigan yer. Rahmat. Rahmat. Xo'sh, İsa Alpin efendim sizningki o'ylaganlaringizni o'rtoqlashsangiz. Rahmat so'zni taklif qilganingizga. Nurgul xonim muhimligini bu musobaqaniki ta'kidlab o'tdi. Albatta menmu shu 5dan boshlay men shu xabarim yo'q. Keyin Elshad inimiz bilan bu vaqtda paranglashib bu musobaqaning o'tkazilganligini men bildirgandan keyin ben bu vaqt izlendim. İzlep bir ma'lumotlarga ega bo'ldim. Endi bana 24 yıldan işipti. Ben Angliyaning Londonda yaşayotqani. Her işlerini qilib baqdik. 24 yıllık hayat acayip yetib ketdi. 2022-yili, 2002 yili ben BBC'ga 2002 yili bundan dal 23 yıl evvel BBC bir söhbət verganman. Söhbət verib, şu söhbətdə Sharq Turkiston desa bu qanday ya? 23 yıl burun BBC'de. Qanday ya bu? Qayerda bu degandiki bu Şinjankan go. Yani bu Şinjan emas, bu bunda Uyg'urlar yaşaydi bu yerda. Shunda shan degan shodir sog'liqlik BBC'de. Demakchi o'g'lim 24 yillik hayot ajoyib o'tdi. Men kelgan vaqtimda Londonda 3 Uyg'ur bordi. Ziyolilar keldi, aşpazlar keldi, qassoblar keldi, savdogarlar keldi. Her insanlar keldi Londonga kelib baqdi. Ammo mening ikkisini afsuslanmanda 24 yillik hayot. Biri Angliyada mukammal Uyg'ur jamiyatini shakllantiramiz. Sababi kelganlar Yevropa cho'nqurga keladi. Bu yerda Angliya English kanali bor. Va shu 2000da hatta 2005 yıldan 2015 10 yılın içinde birim Uyg'ur kemgen yıllar bo'ldi. Hozircha yana soni Angliyada Uyg'urlarning 5-6 deymiz. Bu haqda so'zlashim sabab men bir Angliya bu futbol musobaqasi konferensiya Londonda bo'lib o'tdi. Biz bunda aytgan biz sahibxon, o'sha Uyg'urlar biz sahibxon. Ammo qo'limizdan kelgan xizmatlarni qildik. Masalan, Muqaddas xonim bo'lsin, ya boshqa restoran xodimlari bo'lsin, aşağı yana shu endi Londonning sharoitini Elshad inimiz bordi bildi. Futbol musobaqasi mashina bog'lanmaydi. Mashina berish uchun 2 soat, 2,5 soat vaqt ketadi. Har qanday bo'lsa. Men shu bir kuni ikkinchi kuni futbol stadiondan Asqarjon bir qanchadan mashinaga olib, yotoq opirishim 1,5 soat vaqt ketdi. Qatnashchilik. Endi bu gapning qisqasiga kelsak, qo'limizdan kelgan xizmatlarni qildik. Bu futbol musobaqasi millat uchun nihoyat muhim, millatning kimligi uchun texmo muhim. Men bu yerda bu Sharq Turkiston ulusal futbol musobaqasi yoki Uyg'uriston ya bu datalash qilmayman. Futbol siyosatdan xoli bo'lish kerak. Fursat bo'lganda siyosatni bildiramiz albatta. Bu millatni masalan Buyuk Britaniya misol olsak, Buyuk Britaniyada 4 knezlik, ya'ni mustaqil davlat bor. Har bir davlatning o'zining futbol musobaqasi bor. Xalqaro sahnalar, xalqaro musobaqalar qatnasha oladi. England hammamiz bilamiz, o'zining bayroqlari, Skotland, Welsh, Northern Ireland hammasi. Demakchi o'g'limiz vaqt soat kelganda u ya'ni millatni, shu millatning zulmini, millatning qismatini anglashdan nihoyat muhim bir sahna. Chunki kishilar uni o'rganadi. Bu Sharq Turkiston, East Turkiston futbol komandasiga qarab bu kim bo'ladi deb eng dastlabki qalbisiga insonlar shu keladi. Bu yerdan konferensiyaning bir alohidligi masalan xalqaro davlat komandalariga o'xshash emas, ya'ni davlat salohiyatida qatnash imkoniyati bo'lmagan millatlarning, xalqlarning bulubmu yani mustaqillik uchun kurash qilayotgan, huquq uchun kurash qilayotgan nurg'un xalqlarningki Osiyo qit'asidagi musobaqasi bor. Yevropada bor, Amerikada nurg'un bu davlatlar 20-30 komandalar bo'lishi mumkin. Bu yerda albatta xo'shallanarli ish shu Elshad inimizning qaysarligiga,
Irak'ın körerlikiye ve muş komandadaki inillerimizdeki bu tirişçalığa, muş atanlarındaki tirişçalığa, pidakalığa, barikallah. Epsilonla yerimiz. Bu hakikaten Uyghur kısmeti. Meyli biz nemi dep talışaylı dünya itiraf kılıngan millet mi bu? Bu 21. asırda Uyghur dep dünya itiraf kılıngan Amerika ve 10 neçe devletin parlamentleri itiraf kılıngan bu atmas kanun imlanan bir millet mi bu? Irkı kırınç uçuravatkan, kimni yoklatkan bir millet. Biz tarihini yandırıp aklımız eklemeyimiz. Şu an bu milletninki bu devlet kurulan devlet, şu devletin sahibi Uygurlar. Bu şu an bir yerde detalaş kılmayımız bu tema doğrusunda. Çünkü bu milletke bugünkü en payısı nasıl şu? Ama epsilon nokta nemo degende muşundaq mesela milletninki beşinci iğri küller düşkende biz hemmini taşlap koyup hemmi detalaşını taşlap umumi milli menfaatni közleydigan bu noktanın kemlikini epsilondan. Çünkü sanap gelsek bir işler qaraymiz A teşkilat, M teşkilat, 40 teşkilatlar imza koyup gididik. Bir teşkilat çıkıp muş London'da muş ehmiyetini tanıyalıdı mı? Muşun destek bolalıdı mı? Mine epsilondırdı mı? Bundaq işler aldığımız nayet kep geldi. Şu an milletninki siyasi detallaşlık, siyasi rekabetle siyasi hareketler bulup durulan iş. Çünkü biz mükemmel bir millet demez, siyasi kimliğimizi şekillendirirken bir millet. Halklar bunda vakitte milli menfaat konuş en nayet küçük buluş gerek de bizde. Mesela futbol musabakası okşaş ve başka musabakalar başka halklara sahnedeki çıkıda vaktlarda hemme teşkilat, hemme fikir ekimdeki, hemme mefkure, okşamagan mefkure fikir ekimdeki taşlap koyuş gerek. Çünkü bizim kutuldurduğumuz millet. Millet Şarkı Türkistan degen devletin sahibi Uygurlar. Şu an bunun nayeti bizimde nurgun ben keyinki söhbetimi devam etip ötümen. Nurgun tecrübe sabahlar var, miniki küzetkenim. Nur atışlar var, yetersizler var. Biz özümüzni ve dünyanı bulup mu? Mesela özümüzün rekabetçiler Tibet'ni kadar yaxşı bilmemiz, tamamen bilmeyimiz. London'u qancha tushunimiz Londonni. Bu bir xalqaro bir qozon ma bu. Tosh qozonning o'zi ma London. Necha million millatlar bor. Biz yo'qning o'rnida. Biz belki Londonda 2 mingdan ortiq millat bor. 2 mingdan ortiq millatning ichida soni eng az, eng tunma millat Uyg'ur. Ben bir şey to'xtab turay so'zimni keyin suhbat jarayonida biz yana o'zaro munodirada bo'lamiz albatta. Keyin yana fransuz bu vaqtda. Rahmat. Rahmet Sigma. Yana aslında başka ekran içki fırada işkelen batıda birisi oğlanlıkta vakti qandab qoldi, bilmedim kirem yapıp qoldi, ya bir iş qilib qoldimi? Ana keyin sahavetçi qarindoshlarımızdan Angeliya Atlas restoranidagi xo'jayini Muqaddas xonimni taklif qilgan kirganda jiddiy bir ish bilan ayrilish to'g'ri kelib qolgan bo'lsa uchir qilib qo'yapti. Şuna to'g'ri tushuninglar, shuna deganki har qaysi soni o'xshamagan soniki o'xshamagan iqlimlik odamlarni taklif qilgandim. Hamda navbatimiz Abdurashid Qarliq muallimga. Assalomu alaykum Abdurashid muallim, siz bir jamiyatshunos ulasimiz bilan bu qatimki Sharq Turkiston ulusal futbol komandasiniki bu musobaqadagi chaqiriqlarga sizmi aktiv ovoz qo'shib video ishlab taqatdingiz. Onun keyin diasporada ko'plab chaqiriqlar borliq keldi. Bu shaxtdagi tashkilot, xalq, avom fuqarolarning qaytirgan inkoslar haqida shunda o'zingizning bir ko'z qarashi bu vaqtdagi bu tushanchangiz bir o'rtoqlashgan bo'lsangiz rahmat. Rahmet. Tekrar ekran altındaki bütün karındaşlar hem onların ushbu vaqti xayrli olsun. Men izchil deb kelayotgan bir so'z bor edi, qo'yni qassob so'ysin. İlişat inimiz kichkidan tortib eng yaxshi biladigan, eng yaxshi qiladigan mutaxassisleşgan ishi futbol edi. Ve Sharq Turkiston ulusal futbol komandasininki treneri, Sharq Turkiston futbol jamiyatininki reisi bo'lishi bilan bu ishlar g'alabalik bir şekilde Sharq Turkistonliklarning, yani bugün biz
ulus degan çağımızda bir ulusning ichida birmuncha etnoslar, farklı gruplar, farklı ranglar, cemiyetning hamma qatlamlari bo'ladi. Bununla qatnashishni xohlagan mushu kimlikni o'zi qabul qilgan qarindoshlarning bu komandada intayin fidokorlik bilan top o'ynaganligidan, o'ynayotganligidan meningmi o'zimdan beri xabarim bor edi. Chunki menmi yosh vaqtimdan e'tiboran futbolga qiziqatdim. Chunki biz Xitoyning poytaxti Beyjingda o'qiyotgan vaqtimizda, xizmat qilayotgan chog'larimizda bizmi u yerda Tangritog' lo'nqisi, King vaqti Iksoq lo'nqisi degandek futbol orqali shu shaharda yashayotgan bizning Sharq Turkistonlik Uyg'ur, Qozoq va boshqa la orasidagi birlik, barobarlik, ittifoqlikni kuchaytiradigan, hamkorlikni mustahkamlaydigan faaliyetni izchil qilib kelgan. Hatta eng oxir qismi 2012 yili 11. ay oluş gerek. İksak lonkasını aynı vakitte İlham Toxtu Muallim sponsor olab maddi nurgun derslerini onunki Beycan'da Turan İnstitut dediğin bir institutu var idi. Bu institutun sponsorluğundan İksak lonkası kılınvatkan. 2012 yıllık musabıqsıda İlham Muallimni intayin qattiq nazarbandga olgan bo'lg'achqa o bu ishlar sen ig'ulab oxirgichilik 5 tu deb menga topshirgan. Yani en haqiqatan ben 2013 yılı Beijing'de ayrılıştım burun 2012'nin ahırda İksak lonkasının Beyjing'deki Uygur okuvchilar, üniversite okuvchilar arasındaki musabıqasını bizning şu Merkezi Milletler Üniversitesi'de ötküzüp şampiyon bo'lgan, birinchi bo'lganligiga lonkini men o'z qo'lim bilan taqdim qilgan. Şuna biz bu futbolninki vatanning sirtida yashayotgan Uyg'urlar uchun intayin muhimligini biz burundan tortib biletdik. Vatanning sirtiga chiqqandan keyin bu ilişat inimizning bu ishlarga kuchayotganligidan xabar topgan. Belki 4-5 yıl bo'ldi ben aniq esimde yok. 2019 veya 18 biz Gollandiyada ko'rishganda. O günden itibaren ilişatninki bu işlerini biz kolumuzun kilişçe qo'llab keldik. Hem de ahirgi nimada Konifa lonkasiga qatnashish fursatini qo'lga keltirganlik xabarini anglagandan keyin bizim qila oladiganlarimiz bor edi, qilolmaydiganlarimiz bor edi. Qila oladiganlarimiz buni qo'llash, hem ma'naviy jihatdan hem moddiy jihatdan qo'llash va xalqimizning ichidagi milletining istiqboliga ko'ngil bo'ladiganlarni texnimi rag'batlantirish, ilhomlantirish maqsadida Bayatın Abdurrahimcan siz degandek biz videoluk bir çağrıqni e'lon qildik. Endi bizim Sharq Turkistonlik Uyg'urlarda bunda bir söz var. Qiyin ish yo'q olamda ko'ngil qo'ygan odamga. Demek ki biz qilimiz deb niyetlensek, niyetimiz samimiy ve halis bo'lsa, ro'yobga chiqarg'il bo'ldik. Yani bunu ilişat ve etrafidagi bu sahnede meydanda top yugurtken 11 fidakarımız ve etrafındaki 13. futbolcular yani Bayam Aziz İsa efendim dep ötkendek ve Mukaddes Salahettin başka London'da yaşayotganlar bir kısım Avrupa'dan bağlanımı kördüm. Bu galibilik bir şekilde neticelendi. Şunu deyişim mümkün. Bu devletsiz milletler 3-4 komandınınki iken elbette aşında. Biz aynı vakti yüzyıllar burun Kaşgar'da Şivit ve İngiliz komandolarını yengen çağda bizim bir ulusal komandımız yoktu. Bugün diasporada ilişat ve başka dostlarının tırışıyla öz imkanlarımız bu yerde intayin mühim. Öz sermaye diyen neyse. Hiç kanda bir yeğenin, bir derneknin, bir devletinin ki veya bir menbesi bilinmegen yeğenin sermayesiga puluğa tayinip kılınmadı maaş mening bilişimçe. Çünkü ben GoFund nimiside iyanı kıygallarının isimlikligimi qarab baktım. Bayam Nurgul degen 500 dolar, euro deyman meningçe, dolar deb biraz azaytib qo'ydi. Hemisi kördüm.
Bu yerden biz şunu ko'rib yetalaymiz. Agar bizning xalqimizning sarmoyasiga, xalqimizga ishongan chog'imizda bizning boshqa siyosiy harakatlarimiz bor, taqdim muvaffaqiyatli bo'ladi. Ma'lum davlatlarning, ma'lum siyosiy guruhlarningki beradigan ta'minotlarga beqinib, atning yugini, mashinaning rolini ulug' tutqizib qo'ymay, xalqimizdan olgan sarmoya bilan xalqimizga javob berish orqali siyosiy va boshqa faoliyatlarni mangdirish mumkindir. Vaholanki bizning sahnadagi istili buzuq va yoki har xil problemi bor siyosatchilarimiz xalqimizga murojaat qilishni har holda ancha o'ylab yetilmadi. Bu bir to'xtaladigan masala. Bundan başqa endi futbol hammamiz bilamiz. Bularni g'arbda yashayotganlar texdim yaxshi bo'ldi, yolg'iz g'arb emas. Futbol faqat bir tantarbiya, bir sportdan iborat emas. Şu milletning universal kuchini ko'rsatadigan, şu milletga mansub butun ranglarni ekranning oldida to'playdigan, odatdagi vaqtda ayig'i chiqmaydigan siyosiy to'qinish, ideologiyalik munozirlarga kirib bir-birini o'ttirdiganlarmi aşı ekran oldida mürün taraf bizning komandasini qo'llaydi. Bu noktadan qaragan chog'da bu bizning ulusal komanda hozirgi Bayan Nurgul deb o'tgan, Aziz İsa efendim deb o'tgan bizning diasporadagi tushkunlikni muayyan seviyede azaytish va yoki jo'shqin holga etkilishda muhim bir rol bor deb o'ylayman. Keşke diasporadagi nurg'un sarmoyalik Uygurlarning medyası aşı 2 kunda muşu musobaqani meydandan bevosita jonliq tarqatgan bo'lsa, Uygurcha ko'rsatgan bo'lsa, texidimmi yaxshi bo'ladi. Faqat mening bilishimcha Uygurcha medialar, chunki hamimiz ma'lum bir dernek va yoki siyosiy guruhlar tarafidan kontrol qilingachqa, Bayatun Nurgul xonim bilan Aziz İsa efendim deb o'tgandek hech bir siyosiy dernek teşkilat aşkar qo'llamadı. Qo'llamag'achqa bu dernek teşkilatlarının himayesideki bu canbaxtı medya açılımı bu işe çıkmadı. Bu bir ayıp aslında bizimki nemedeki. Hamda bu futbolun ki bunun keyinki taraqqiyoti uchun bizning siyoset qilayotgan aktyorlar kalısını silkish kerak. Bu ulusal komanda bayan deyilib o'tgandek bizning diasporadagi ma'nosiz, ahamiyatsiz uçu buçu bilan aloqasi yo'q. Milletning Sharq Turkiston debdi, ulusal debdi. Yani bunu ichidagi hamma odamni sig'dira oladigan, sig'dirishchanlik intayin cho'ng, keng, bag'ri keng bir organ desak bo'ladi. Bunun ichida hammamizga yava, hammamiz sig'alaymiz. Shunga qo'llash kerak deb o'ylayman. Tekrar shuni degim bor. O'zimizning xalqining sarmoyasiga ishonishimiz kerak. Iqtisodiy manba, kültürel sarmoya va boshqa sarmoya. Ben Londonda Muqaddas xonim va Dilara restoranining xo'jayinlarining quchoq ochganligini, Sutuqburaxon masjididagi pidakar musulmon Salahiddinning meydanda ko'k bayroqni ballari bilan lepildatib turib bularga qo'llaganligini ko'rib nihoyatda xursand bo'ldim. Chunki diasporadagi hammamiz bilamiz Uyg'ur restoranlarininki bir dadi bor. Xitoyning pulini topmasa pul topolmaydigandek Xitoyni qapib qo'ymaslik kerak. Bu noktadan qaragan chog'da Sharq Turkiston ulusal komandasiga dasturxon solgan, bular sponsor bo'lgan bir qancha kun ichida Londondagi bu yakki tijoratchi qarindoshlarimizni haqiqatan taqdirlashga arziydi deb o'ylayman. Men hozircha shunchalik deb turay. Rahmat. Rahmat, nəhayət yaxşı obdan özünün hammanın göz qarşısında yaxşı oturub qoydunlar. Məşəl bir nərsəni qayta bir təkrarlığını qılıyatdı. Həm də torda həqiqətən ciddi şəkildə köpləb videolar taqıtıldı, sözləndi deyəndək. Mən bu naq meydan müsabiqəni Uyğur çayxanası ekranında 2 gün taqatdım, ulaq taqatdım. Həm də bu təşkilatlarınki pasif pul verişi, ya heç bo'lsa to'g'risi bir xəbərinin çıxarmaslığı, ekranın taqatmaslığı bu nima sababdandir? Endi bu xalqaro bir dunyo ko'ryapmiz biz, endi mayli Turkiyada bo'lsin, mayli g'arb davlatlarida o'qib qolsin, bu
tantarbiya ishlariga ajoyib o'zini beg'ishtirgan bir ruh bor bu millatlarda. Futbol desa o'lib birda haqlar ko'ryapmiz. Hamma narsani tashlab qo'yib, futbol desa zada televizor ko'rdi, nurg'ulg'an pulni hajab naq maydonga berib turdi hamda. Bu doqa Angliyadami nurg'un qarindoshlarimiz beribdi. Naq maydon shu Angliya yashaydiganlar berib ko'ribdi. Ammo bizning shu tashkilotlarniki mush kelganda sukut turishi bu nimani tushuntirib beradi shu narsalar. Mushning bir insonni bir ko'z qarshi o'tirib qo'yib bakkan bo'lsanglar. Ben eng avval Elshad Islomdan bir boshlaydi. Belki aloqalashgan boshqa tashkilotlar bilan va yoki bir qo'llab-quvvatlash uchun degandek. Bo'ldi, albatta, lekin men bir narsani aniq deb qo'yishim kerak. Hozir men bu ekranda kim qo'lladi, kim qo'llamadi degan gapni deyishim mencha to'g'ri bo'lmaydi. Oldi bilan qo'llagan shu naq maydon bo'lgan, bizlarcha kutib olgan, bizni yozilg'iz qo'ymagan bütün Angliyadagi Uyg'ur jamoatiga yana rahmat. Mayli Urafan masjid bo'lsin, Atlas restoran bo'lsin va Dilara Uyg'ur restoran bo'lsin. Ve albatta ulardan sizlar yana nurg'un qarindoshlar sizlarga yana nim lozim har qanday ishlar bo'lsa bizga danglar degan shundoq issiq bag'rini ochdi. Shuni yanmirtim shu Angliyadagi barliq jamoatlarga ko'pdan ko'p rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Haqiqatan bizniki nurg'un qiyinchiligimizni hal qilib berdi. Masalan, lozunkalar bo'lamdi. Har bir misafda chiqqanda shu 5 iyul Urumchi 40-yil xotirlash uchun lozunglarni qisqa bir kunning ichida hal qilib berdi. Onun tamakka bizni taklif qilgan bo'ldi. Ba'zan bora oldik, ba'zan boramadik. Ne aytasiz? Ana sizga nima kelsam, men degandek qaysi tashkilotlarni qildik, yardım qildik qilmadi. Uni deyish to'g'ri ko'rmadim, ammo qilganlarga hozircha deyman, qilayotganlarga Alloh rozi bo'lsin. Qilmayotganlarninki, qilmaganlarninki, yani bu vaqtdan oldimizda yana dunyo longisi bor, qo'niqlarninki. Shu vaqtini kechikmaymiz yana qildigan odamlar bo'lsa. Chunki bu yana uzun yillik ma'nodan narsa. Ta shu vatanimiz ozod bo'lguncha biz o'zimizdagi bor talantlarni, o'zimizdagi bor yo'nalishni ishlatib turib, butun dunyoga Sharq Turkistonninki kimligini, Uyg'urlar degan qanday bir millatligini, bizni qanday zulm chekayotganini shu futbol orqali xalqaro sahnada anlatmoqchi. Rahmat endi bu yerdagi masalaga bizning Ben ketib qo'ysam bo'lamdi rosa deyishim. Ama chet eldagi, yani diasporadagi nurg'un kanallar, o'zimizdagi ovoz bo'lgan kanallar. Masalan, birinchi bo'lib dialog programı bor. Bu programni aytimish qiziqib bizni taklif qilib chaqirdi, tashviqot tanqid berdi. Onun için Talas Toru bor. Talas Toru'mu bunu naq maydon Tumaris xonim Muşununga naq maydon söhbeti o'rlashtirib qildi. Onun sir Türkiye'deki istiqlal xabarimi xabar şekilde bunu ait yaxshi taqdim berdi. Ve misaftin burun ve misaftin keyin. Ve albatta sizniki muashada Abdurrahim sizniki muashada naq maydonni taqdim tor orqali ko'ramagan qarindoshlarga taqdim oson bir şekilde qilganinizga köpten köp rahmat. İnşallah ben işlemenki bu vaqtim nurg'un qarindoshimiz mayli tashkilot bo'lsin, xalqimiz bo'lsin, har qanday qadallı bo'lsin, o'zimizdagi hammiz ko'rdi buni muhimligini. Bunun takımı çoğun bir netice akilalaydiganini his qildi. Ben oldimizdagi musofirlarga har qanday bir programlarimizga takımı ko'p xalqimiz, takımı ko'p tijoratchimiz, takımı ko'p tashkilotimiz qo'llaydi deb yana pozitiv qarayman. Rahmat. Rahmat. Endi bu diasporada faoliyat qilib qolsak, Sharq Turkiston, Uyg'uriston ikki qism tanishimi ba'zi qo'llamaydigan ishlar bo'ladi. Endi bu qatdan Sharq Turkiston nomida yana bir davlatniki milliy kimlik nimasida bo'layotgan, ya'ni bo'lganda ekan, nima yana mush ism bor nimalarni qo'llamaslikni bir xil diqqat tortsa, biz ham bolalar bilan birga o'tirib Fransuz qilib qolsak, mush ancha bir suhbat qilib qolamiz endi. Shuning uchun buni men sizlardan bir anglab boqayli deb o'tirib qo'yishimda, endi bu vaqtda Nurgul xonim sizdan bir anglayli. Avval. Men bu fikringizga 50% qo'shilmayman-ku. O mesela bu şu Konifa Asya Long'sini tanış musobaqasi chiqqandan tortib hozirgacha mening diqqat qilganimda ergiz men Sharq Turkistonchi emasdim
Men Uyg'uriston chetim, Mavu Sharqi Turkistonning nomida bo'lib qolibdi, men qo'llamayman degan narsani men ko'rmadim-chu. Men shu pul tashlagan yoki bo'lmasa yana nim qilgan, yordam qilgan yoki bo'lmasa sotsial medialardami spullarda kengri taqib o'zaro fikr bayon qilayotganlarning ichida burundan o'zini Uyg'ur millatchi yoki bo'lmasa Uyg'uristonchi deydiganlarmi ashunaqami ovoz qo'yishdi. Bu bir masala. Yana birisi Mishada bizda necha yilning yog'i bayan Abdurish qisqili deb o'tdi. Ayga chiqib bo'lmaydigan bir jangi jidal munozaraga kirib olgan bir cho'ng bir xatoligimiz bor-ku. Bu Uyg'ur kimligi bilan Sharqi Turkistonningki davlatchilik kimligini bir-birisiga to'qinish paydo qilib, bir-birisiga qarama-qarshi qilib, ikki qutblashtirib, bir-birisi bilan xo'roz so'qashtirgandek so'qashtirib o'ynab, ashningdan o'ziga memnun izlaydigan odamlar intayin ko'p aramizda. Ko'rdik shularni. Amaliyotda bu ikki nuqta bir-birisiga qarshi emas. Uyg'ur bo'lmay sen kelgusida mustaqil Sharqi Turkiston demsa boshqa davlat nom bo'lamdi. Bu xalqimiz qanday nomni tanlasa davlatni quramaysa. Bu bir masala. Endi Uyg'ur kimligimiz bo'lmay turib, bu degan bizningki xuddi odamningki umurtqisidek, shu kelgusi davlatning umurtqisi bu. Ashuni gullandirmay turib, ashuni kultural shu yadrosini qurmay turib, sen davlatningki kimligini, ulusal kimligini jalandıramaysan. Bu asli bir-birisi qarshi emas azaldan. Lekin hozir bu o'zaro bir-birisidan jidal qilganda buni qarim-qarshi ikki narsaga orvaganlik uchun bu jidal qurmagandi. Lekin mush tantarbiya masalasi kelgan vaqtida shu ikki qutblashib ketgan ashlar bir chetga qolib qoldi. Xalq yana kelib o'zininki mush narsani muhim deb bilganligi uchun yanalam o'zlarininki mayri ma'naviy moddiy jihati bo'lsin yordamini oyimidi. Ashno o'zi naqadar mush narsa muhimligini isbotlab beradi. Yana bir narsa, yana bir nuqta. Mayli o'zini nima desin, ular ko'k bayroqdan boshqa bizningki yulduzlik bayrog'imizdan boshqa bayroqni hozirgacha ijodni qilib boqmadi, ko'tarib boqmadi. Yanala cho'gilab ko'tardig'ini ko'k bayroq. Yanalam yulduzlik bayrog'imiz. Ashning o'zimi bizningki yanalam birligimizning bog'lig'ini ko'rsatib beradi. Nochos boshqa bayroqni elib ko'tarib boqsin-chu, ko'rib boqayli. Hozir shu ko'rmadik. O'zini Uyg'uristonchi deydigan, Yamjin deydigan, yana ko'tardig'ini yana shu bizning ko'k bayrog'imiz. Ashning o'zimi bizga nisbatan biz o'ylashib boqadigan bir masala. Bu har qanday bir davlatning ostida bayan Aysa Alkin efendim deb o'tdi. Masalan, Amerikada Angliyaning o'zidami to'tkinaz bor. To'tkinaz vaqti kelganda davlat manfaati kelgan bir kelaydi. Bizning xalqimizda ashnaq bir narsa hozir süzülüp o'zaro shakllanyapti-chu. O'xshamagan ideologik odamlarmi bir yerga kelaydigan ashnaq bir yangi muhit shakllanyapti, tavlanyapti. Ana shunga ashnaq bir fursatni biz qo'ldan bermaslik kerak-chu. Anandan keyin oyg'i yo'q, jidalga kirib o'tishning o'zini ashnaq jidalning yana qayta gullanishninki oldini olish kerak. Menki bu yerda deb qo'ydigan yerim shu. Rahmat. Rahmat Yunus xonim. Endi bu bir qarinishimiz kirdi. Men Salohiddin Ahad, u Angliyadan yana shu Kolifa futbol musobaqasida oilasidan kelib, necha kun aşağıda bayroqni ko'tarib turgan qarinishimiz burun o'zi boshqa bir davlatda yashab keldi, Angliyada yashayotdi. Sel nima bo'lib qoldi, vaqtda nima qilolmay qoldikmi? Avval o'zini bir qisqacha tushuntirib bersin, uni tunishtirib bersin, undan keyin mushu qatimliqqa Konifa futbol musobaqasi haqidagi o'zimda o'ylagan qisqacha bir so'zlab bersin. Rahmat. Assalomu alaykum. Mening ismim Salohiddin. 4 yil Angliyada yashayapman. Bundan burun Burmudada tug'andim. Burmudada 12 yil yashab, Angliyaga keldim. Mush futbol Sharq Turkiston ulusal komandasi futbol mush xalqaro mush musobaqa qatnashayotgan mush nima davlat bizga o'xshash davlatini nima qilib qo'yganlar, tarqizib qo'yganlar davlatsizlar mushdan nima qatnashayotgan degan ekan, ben xo'sh oldum, bek hayajonlandim.
Shuningdek, nihoyatda qo'shilib qo'limizdan kelishicha bir yordam qilaylik. Hech bo'lmaganda o'zimning shaxsiy qo'limdan kelishi bo'lsin bir yordam qilay deb xo'sh oldim. Kelgan yoq shu Ilshod qarindishimiz bilan berib ko'rishib, biz qanday yordam bera olamiz, nima ish qila olamiz deb birlikda maslahatlashib degandek nimaga tang yordamlashib qo'limizdan kelishicha nima kerak bo'lsa shuni qo'limizdan kelishicha qilib keldik. Hamda xo'sh oldik. Bulardan hozirgacha nihoyat faxrlandim. Kelgandim shunday xo'sh bo'lgan futbol o'ynagichi u yerdami nihoyat yaxshi kayfiyatlar bo'ldi. Masalan, Tibetliklar bilan men tunji qatim undaq paranglashim, mushqatim sen qandaq nima ish qilyapmiz da bu futbol degan bu bir bek muhim narsamiz kim bo'lsin maqsadimiz dushman shu Xitoy tajovuzga qarshi dushmanimiz bir biz degan o'zaro qo'shna birlikda kurash qilamiz deb turib boshdan ko'rdik endi futbolni. Boshqa halqa yanbi ta'mil deganni men bilmaydiganman. Ular bilan tanishib asl qilib bizni o'zimizni tanishtirdik, ular o'zlarini tanishtirdi. Bunati xo'sh oldik endi alhamdulillah. Bulardan faxrlanamiz, nihoyat yaxshi ishlarni qildi. Endi bir şeysin qisqacha bir so'rasam, endi siz ham sizning oilangiz bilan şeyde yana 3 kun chiqib bayroq lapiltib turganingizda biz nahmadan ulab taqatgandim ko'rdik. Ben buna ait hoş oldum, imtihanı o'rinlandim. Sizlar birimiz to'y dunyosida tunishapdik. Endi o'zingiz bir siz islom dini nimasida o'qib, shu saat o'qib chiqqan bir qarindishimiz. Mushu endi bizda to'g'ri tushunadi. Bu diniy sana odamlarda o'zining nimalar qas bek aktiv boshqa bilan tantarbiya nima qas bir xil kuravatimiz nima chaqir qildim boshqa tashkilotlar nima deyishdi endi bir passport o'rinda bo'ladi. Siz bunga aktiv ovoz qatdingiz o'sha necha kun bayroqni ko'tarib lapildatib oilangizdan chiqib turibsiz. Mushta qarashingiz biz nima bo'lgan sabab nima? Buning sababi oldin men dinda ko'p o'qimagan. Men vatanda bir diniy o'qiydi, bir nimaga Qashqardagi til texnika maktabiga arab tili, ingliz tili maktabiga kirib, azroq o'qigandan keyin Xitoy taqib etdi. Arab tili Uyg'urlarning unda dinga yaqinlashtirmaymiz deb taqib etdi. Taqib etgandan keyin shu sababdan chiqib ketgan chet elga. Dinda ko'p o'qiyamandim hamda. Keyin men chet elga chiqqandan keyin azroq o'qidim. Ya'ni muntazam bir madrasada o'qish fursatini ega olmadim. Asas sabab hamda qalbimizdan hamda tomirimizdan shu bir Uyg'urningki Sharq Turkistonlikning qanaqqandan keyin zot bir mustaqil bo'lsak, vatanimizni bir qanday usulda qanday qilib bo'lsa mustaqil qilsak deb burundan bo'lgandan keyin aningdan keyin men hamda buningga men nazariyani so'zlamay hamda nazariyani nimalar ustozlarimiz, ziyolarimiz so'zlab bersin. Peşimden o'tgan ish hamda men chet elga chiqqandan keyin har xil nimalar bilan nurg'un istiqsoq beshimdan o'tib, mana nimaningki Amerikaningki Guantanamo turmusida turib qoldim emasmi? Shu vaqtdan tortib biz shu dastlabdan tortib Amerika bizning sizlar Uyg'urlar degan kim o? O'zingni bir tanishtiringlar, chunki davlatning yuqoridagilar sizlarni bilmaydi. O'zingni tanishtirsanglar, aningdan keyin sizlarni Xitoy qaytarmaslikni qarorini sizlarni tanigandan keyin chiqardi degandan biz burundan tortib 2002dan tortib men va boshqa birodarlar o'zimiz kimligimizni tanishtirgan shu chog'da biz Uyg'urlar, Sharq Turkistonliklar, Xitoylar besib olgan zulm qilyotdi degandan keyin burundan tortib bular bir qiziqqan bo'ladi. Shu qiziqib zot hamma ishni o'zingning beshidan o'tgan, oilangning beshidan o'tgan, butkul xalqingning beshidan o'tgan zulmlar har qanday ish bo'lsa anglagan, ko'rgan, bilgan hamma deb turganda buni tafsili qiziqib so'rab burundan tortib o'sha qilib qilgandan keyin aningdan keyin 2009-yili Burmudaga chiqadigan vaqtida shu naq aeroplanga chiqamiz deb o'sha aeroplanga kelgan vaqtida Amerikaningki askeri nima advokat deb tanishtirdi o'zini. Askeri advokat shu aeroplanga chiqishdan oldin ayrim so'rdi demasdan mendan so'rdi. Seni hozir ham bundan keyin bir davlatga evatmoqchi, evatsak shu davlatdan sana bir kimlik bergan vaqtida, fuqarolik, pasport bergan vaqtida asli tug'ilgan jutingning ismining qanday bo'lishini xohlaysan deb so'radi. Bu hamda har qanday siyosatchi bo'lsam odatda normal aql va aytim tushundi bu gapni. Asli davlatingning nima bo'lishini xohlaysan dedi. Degandan keyin albatta Sharq Turkiston biz Xitoy emas, Xitoylik emas, Sharq Turkiston bo'lishini xohlaymiz dedi. Ben xo'sh oldim bu savoldan. Ha bo'ldi deb yozib oldi shu yerda. Yozib olgandan keyin Burmudaga chiqdik. Masalan, Burmudadan nima olqi u yerdan fuqarolik talab qildik, pasport talab qildik. Lekin u yerdagi advokatlar
keçirgen ma sistemida sizlar onda Sharq Turkiston'ı andaq deb yazılmaydı ekan. Seni endi şu amal yok ki, bu sistemden Xitay deb chiqadi ekan, mushtaq yazmaz amal yok dedi. Amal olmaz mail dedik. U yerda shuna bo'ldi. U yerdami pasport chiqqan vaqtida baribir alalqi aeroport so'rg'anlik uchun pasport chiqqan vaqtida Sharq Turkistonmi demabdi, Xitoymi demabdi. Men masalan meni Qashqardan debdi. Esda tug'ilgan ana juda yoki do'yildi Qashqardan debdi. G'o'ljilik balini g'o'ljilik debdi. Keyin men Angliyaga kelgandan keyin Angliyada o'xshash bo'ldi. Angliyada advokatlar bilan shu fuqarolikni nima qilayotgan vaqtida bular hamma gapni tushunamiz, ham maqsadini tushunamiz. Endi bu yerda Angliyaning advokatligini fizikali, ya'ni shakl jihatdan hozir sen Xitoyning territoriyasida amal yo'q. Asli tug'ilgan yurtda deganga shu Chinese deb Xitoy deb yozmay amal yo'q deb turibdi-ku. Amal olmasa mayli dedim. Sharq Turkistonda yozsang yoz, amal qilmasang mayli dedim. Shunda yoz deb Chinese deb. Lekin baribir shu aeroportda Amerikaning askarlari so'ragani shu maqsadli so'rabdi ekan. Baribir men Angliyaning kinemisdimi, pasportidimi Qashqarlik deb chiqdi. Bundan bir xo'sh bo'ldim men. Ya'ni hozir mening tushunishimda bu Amerika bo'lsin, Angliya bo'lsin, bular bizdan bakrak yaxshi tushunadi. Hozir men tushunuklik. Şunu hem de bundan keyin bizning qandaq mayli futbol sohasida bo'lsin, qandaq sohada qo'limizdan kelishicha mustaqilligimiz uchun kurash qilsaqlam, qag'inni bo'lar bo'ladi hamda. Şunu hem de bu birodarlarimizning, qarindoshlarimizninki Sharq Turkiston ulusal futbol komandasi deb anglagandan keyin ben xo'sh bo'ldim. Nayt xo'sh bo'ldim. Naytda ma'valqi namoyishdimi bakrak boshqa ishlardan bek muhimken deb bundan xo'sh bo'ldim. Yana bir unutilib qolgan narsa, Abdurimjon, siz 2018-19da bir Angliya Gollandiya parlamentiga bir xat yozib ekansiz. Shu chog'da men sizga deganda men bir ivat bersangiz, men foydalanib men bir yozsam deb. Shu xatning o'zini men siz yozganni asos qilib, o'zimning shaxsiy ishlarimni o'zimniki qo'yish qilib o'zgartib, Amerika, Angliya, Kanada uch davlatga men advokatlar qilib avatgan. Şu siz bilirsiniz o'zingiz Gollandiya parlamentiga yozgan xatni. Shu xatni sizningki nimangizni o'zimning shaxsiy hayotiga o'zgartib yozgan shu bularga. Shunga maqsad hamda shu qalbimizda shu Sharq Turkiston davlatimiz bir o'rlikka erishsa, mustaqil bo'lsa deb shuningdan bo'lgandan keyin hamda ma qarindoshlar Sharq Turkiston ulusal komandasi degandan keyin ben xo'sh bo'ldim. Bu albatta buningda qo'llash bizningki, ya'ni vazifamiz, majburiyatimiz deb qarayman. Rahmat. Ana buni bundaylikqa qayta ta'kidlab ketishimdagi sabablarning birisi nima deganda, Ikkinchi dunyo urushidan keyin Germaniya ig'ir darajada mag'lubiyat uchradi-ku hamda. Yana Ikkinchi dunyo urushida mag'lub bo'lgan davlatlar qatoridan keyin German millatini qayta bir ko'tarib chiqishda futbolning kuchi ajoyib nima ekanda bir kitob o'qigandim. Ikkinchi dunyo urushidan keyin shu dunyo futbolining musobaqasiga Germaniya futbol musobaqasi chempion bo'lib, shu London dunyo futbol musobaqasining olg'a vaqtida butun German millati o'rnidan dasturib, biz qayta bir hayot kuch kirdi deb o'zidan asli ruhidan qayta bir uyg'ongan bir nimasini bir kitob o'qigandim-da. Shunga men buni qaytadan nima uchun bizning bu haqlarimiz so'zildilar, xalq qo'llag'iliq tashkilotlar bunga aktiv ovoz qo'ymoqlayapti. Sabablari nimada deb so'rgan savolimdan keyin nimasi shu qayta bir so'rayotgan yerim. Ya'ni buning g'abatin boshqa javob berib qoldim. Unda Ezapandan bir so'ray, undan keyin oxir qatim Abdurishmonning nimasi yana bir savol o'taylik. Xo'sh. Qani. Siz keldi Ezapandima. Savolmi yoki o'zimning savol dedik endi o'sha bir hozir diasporadagi Uyg'ur jamoatiga sharqqa nimasi qarasak, diasporadagi hayotimiz nihoyat bir ilqi jonsiz bir holat kelib qoldik-ku. Faqat bir umidsiz tushkunlik bir holatda. Bu navbatda Ikkinchi dunyo urushi Gitler Germaniyalarni mag'lub qilishimizda futbol ularning hayot kuchini qayta bir jonlantirganga o'xshash. Bizim bu g'arbda yashayotimiz bu futbolga desa, haqil deganlik ajoyib janniverda ham ko'ryapmiz. Bizning bu Sharqiston futbol komandasi bu qadar bir jonlanib, endi shu musobaqaga kirishi tashkilotlarni bir nima qilamidi, lekin xalqni uyg'otdi. Shunaqa buni ko'rdik. Shunday. Musobaqadan. Mushaqadagi hamda o'zimizning bir tushanchisini bir deb bakkan bo'lsa. Albatta bu hamda bu tantarbiya sport albatta xuddi naqsh muzika o'xshash nihoyat muhim xalqarada. Chunki bugungi kunda dunyoning taraqqiyotida
bu formula tabiiy fanlarda bo'lsin, fizik ximiyada bo'lsin, biz xarakterli bir natija bo'lmasa, uningda odatdagi bir normal sohada uningda natija qozonmoq nihoyat tez. Ammo qozonadigan nima deganda g'arbda eng e'tirof qilinadigan soha shu ijtimoiy soha, madaniyat sohasi. Bu san'at va shu sport san'at va sport, tantarbiya. Bu nihoyat muhim. Shu g'arbda eng ko'p ish qiladigan ikki tipdagi insonlar nihoyat ko'p ish qiladi. Kim u? Biri san'atkorlar, naqshchi cho'lponlar, biri Liverpool komanda olamdı, yoki Barselona olamdı, dunyo futbol cho'lponlari. Milyon ish qiladi. Demak, g'arb dunyoning yuzini olgan bu nuqtasi bu. Endi Uyg'urlar biz o'zimizga kelsak, albatta avlodlarimiz yangilanyotir. Nurg'un Uyg'ur farzandlari muajiratda, diasporada tug'ilib cho'ng bo'lyapti. G'arbning madaniyatini egallayotir. Albatta o'ziniki madaniyatiga, tiliga varislik qilib. Nihoyat bir ijobiy, ya'ni integration, ya'ni mos bir kuchi o'tirib chiqadi. Ammo ijobiy emas taraflarmi bor. Endi bu yerda biz nihoyat ko'p xush xabarlarni anglayapmiz. Masalan, Qozog'istonda bo'libmi bir qancha Uyg'ur yoshlari hatto xalqaro olimpik musobaqasiga qatnashib, oltin medallar, kumush medallar erishdi. Nihoyat faxrlandik. O'sha Qozog'istonda o'tgan yil bir oltin medalga erishgan bir yigitning oldiga Olmaota aeroportida necha 10 minglagan Uyg'urlar berib taqdim bilan bir kutib oldi. Keyin bir boy uy bersa, yana bir boy mashina berdi, yana bir boy to'yni qilib berdi degandek. Shunda xalqimiz qo'llaydi-da. Chunki bu bugungi 21-asrda bu millatni to'ntadigan, bir davlatni to'ntadigan nihoyat muhim umumlashgan bir tantarbiya turi. Endi hammamizning xabari bor, 1930-yillarda otishda ilk berilgan Shvetsiya komandasiga qarshi dastlabda dehqonlarimiz shu zamondagi yoshlarimiz futbol o'ynab shu Shvetsiya komandasini tutgan. Uyg'urlarningki agar yaxshi tarbiyalash fursati bo'lsa, fizikalik va genetik fizikda qurilma taraflarida Uyg'urlarningki tantarbiyaga nihoyat xumor bir millat. Tantribani yaxshi ko'rdi, bu futbolni alayda yaxshi ko'rdi. Ammo bu yerda ortiqchiligimiz bor, kamchiligimiz bor. Ortiqchiligimiz deganda endi biz yanılan shu, biz hech nima emas. O'rta Osiyodagi, bu Qozog'istondagi Uyg'urlarimizga seçtiğanda biz hech nima emas. Vatandagi Uyg'urlarga nisbatan, vatan xalqimizga nisbatan biz tamchi bo'lsak, endi bir tamchi bo'lolmaymiz. Qozog'istondagi Uyg'urlarga aytgan bir shakllangan bir jamiyat Qozog'istonda. Şu an mening deganim, mush Ilshad Ilmizmishada turibdi, siz nihoyat tajribalik, bu sohada kichigingizdan tortib hozirgacha futbol sohasida shu ishlab, xizmat qilib, mashq qilib kelyapsiz. 2027-yillik konferensiya bu nihoyat muhim. Buning uchun hamda shunday talantli yoshlarimiz bor Qozog'istonda. Bulardanmi bo'lsa Qozog'istonlik yoshlarimiz bir qancha futbol komandalari bilan aloqalashib, ularning eng munavvarlarini, chunki g'arbda bir xalqaro futbol musobaqasi tutish uchun u o'zining millati bo'lishi kerak emas. Ko'ramiz, har qarbayilni, har millatni o'zi yollab tutadi. Shu davlatning sharafi uchun. Şu o'zimizning millatidan, Qozog'istondan, O'zbekiston, Qirg'iziston tank yoshlarimizni qabul qilishni unutmaydi. Bu bir ish. Ikkinchisi meniki bu yerda aytadiganim muhimligi to'g'risida bo'ldi bu savol, nihoyat muhim. Bulubmi g'arb davlatlarida, Shimoliy Amerikani o'z ichiga olgan, Yevropani bu g'arb davlatlarida bizning afzalligimiz ko'p. Yoshlar men shundoq tafsili ma'lumotlarni bermay shundoq hayajonlandim. Bu qatim ikkinchi kuni musobaqasiga bordim. Dunyodagi nihoyat dangliq nusxalarni o'quvchilar bir qancha diqqat qilganligini bilmadim. Men bilmayman kimlarni kelganligini, shu yerga Altaydan qit'alarlab keldi futbol qatnashimizda. Yoshlarimiz shundoq olqishladi. Gap biz shu futbolning afzalligini shu Yevropada g'arb to'lib o'sgan yoshlarimizni qanday tushuntiramiz, qanday tunutimiz, ular vatanparvarlik tuyg'usi qanday o'yotimiz, bu bir muhim masala. Albatta futbolning vosati ekanda millat
millat farqi bo'lmaydi, irq farqi bo'lmaydi, ammo davlat farqi bo'ladi. Vatanparvarlik u, vatanparvarlik musobaqasi bu. Vatan shunga bu yerda eng muhimi bizniki o'sha hozir yozib turgan bir qancha savollarimni temalarni. Birinchisi bu yerda biz qanday qilgan umumiy xalqniki qo'lga keltira olamiz. Bu eng muhim. Ve bunun içinde bulup mu negizlik teşkilatlarınki siyasi köz qaraş, dəyətləşlərini akığı taşlap durup umumi şu milletinin, devletninki bu small halkası hep çıkışta qanday birleşələyimiz. Bu naiti hem her bir kişi, her bir Uyghur diaspora cevap verdiğin, teşkilatlar başları cevap verdiğin bir mesele. İkincisi biz xalqaro sahnada o'zimizni mesela futbol musobaqasida qatnashgan yoshlarimiz va o'zimiz qandaq kasbiy ya'ni futbol musobaqalarining qoidasi bo'yicha tartibi bo'yicha qandaq o'zimizni o'tirib qo'ya olamiz. Mesela ta'minlab bu qatim nihoyatda yaxshi o'tirib qo'ydi o'zini. Masalan yana bir narsa meni diqqatimni tortgani biz qandaq bu futbol musobaqasi sizlar bilasizlar bu futbol musobaqasi xalqaro futbol musobaqaları odatda konfa hamda bu vakalasiz davlatsiz millatlarniki xalqlarning davlatlarniki musobaqasi. Ammo rasmiy musobaqalarda balkim angar musobaqa shuni talabdan qo'shsa yanmaslik mumkin. Shunda qanday biz masalan albatta nurg'un davlatlar bizning musulmonligimizni biladi. Ammo biz qanday diniy va boshqa nomuvofiq bo'lgan ifodalarni bildirmasdan ko'ra qanday qilib ko'proq bu davlatning Sharqiston degan bir davlatning Uyg'uriston degan bir davlatning Uyg'ur degan bir millatning obrazini yarata olamiz. Bu bek muhim bizga. Buni meni o'tirgan yana birisi uchinchi bir masalani o'tirib qo'yganim funding, ya'ni bu qanday qilib mablag' yig'ish. Bu pul bo'lmasa, iqtisod bo'lmasa bu bolalarni tashkillab, men bu qatim o'yladim, shu ta'minlardan qutlaydi. Nimishqa? Bir oy burun kelgan bo'lsa, bolalar bir oy yotoq, tomoq pulni hal qilib, chunki qilmat masalasi bor bu yerda. Nurg'un davlatlardan keldi. Londonni qilmatini bilmaydi. U yerniki muhit eng dastlab ta'sir qildi bolalarga. Bir oy oldidan kelib, mashq qilib, kunda yaxshi arınıp, yaxshi uzuqlanib qolgan bo'lsa, buni nima keldi? 100 ming, 200 ming dollar musobaqaga 200 ming dollar xarjlangan bo'lsa, bu bolalar nihoyat ko'p narsa. Bu nereden keldi? Xalqdan keldi bu ish. Mablag' yo'q. Bu mablag'ni qanday hal qilish kerak? 2025 va 2027. Buni o'ylab ko'rish kerak. To'rtinchi masala. Bu yerda yana Kach 22 deymiz, English Kach 22. Hal olmaydigan masala. Bu hal olmaydigan masala degan narsa xalqimizning kelgusida shunday imkon xalqimiz belgisi. Bu da'vat tanlashlar foiz bo'lgan bu ism da'vat tanlashlar kirmayli. Chunki bu futbol musobaqasi eng yaxshi biz umumiy xalqni harakatlantirib va barliq tashkilotlarni qo'llashiga erishib 2027-yil musobaqani qanday bora olamiz, qanday muvaffaqiyat bera olamiz, qanday tarbiyalaymiz bolalarni, qanchalik bu mablag' qanday hal qilamiz. Buni nihoyatda yaxshi bir shu bir qancha masalani o'yishib ko'rsa, bilibmi ilshatinimizga meni kuzatganim. Eng ortiq deydiganim har qanday yerda uzrab ketib bu tema nihoyatda muhim. Eng ortiq deydiganim bu yerda biz har qanday bir ishda bo'lsin, eng avval raqobatchimizni tanishimiz kerak. Raqobatchimiz qandaq, uni qandaq tayyorlik qildi, qandaq iqtidor va kamchiligi va ortiqchiligi bor. Ta'minlar balkim bilmaysizlar. Ta'minlar Tibetdan yaxshi taniymiz. Ta'minlarning butun dunyodagi nüfusi, bu yerga yozib qo'ydim. Butun dunyodagi nüfusi 80 milliondan 90 million yaqin nüfusa xalqi ta'minlar. Mana unmanglar. Qancha nüfus bor bizning? Bulupmu Büyük Britanya'da, bulupmu İngiltere'nin yüzde bütün London'da değil, İngiltere'de 300 mingdan artık ta'minlar var yaşaydı. 300 ming. London'da İngiltere qancha Uyg'ur yaşaydi? 24 yil bo'ldi men kelib Uyg'urning soni 700 ga bormidi hozir. Mana o'ylayli. 300 ming nüfusdan bir pound emas, 1 sentdan bas qancha bo'ladi ularning hisobi. Ko'rdinglar kelgan do'mboqlarni bizga do'mboq chappat ko'rib qancha odam butun sani eng orqa musobaqasida necha yuz ta'minlarga to'ldiryapti. Do'mboqlarni yag'irtib usuldan o'ynayotdi ular. Bu odamning kuch masalasi.
Ben bir yerde qarsam bir yerde Tamil'dan bütün dünya nüfusu 90 milyon tarafı ekan. Bununki bunun mutlak kapsallığı Hindistan'ın janubi şehirken Tamil tilli xalq. Sri Lanka'nınki umum nüfus 22 milyon. 22 milyondan 3 milyondan azroq ko'p. Bu Tamilliklar Sri Lanka'nın şimal ve şarkıda mustaqil devlet kurular irqiy kamchilikka uchragan ekan. Shuning uchun 20-30-50 yildan buyon bu kurash qilib mustaqil bo'ldi Sri Lankadan. Buning ichida Angliyaga kelgan 300 ming. Angliyaga kelgan 300 ming. Bu 300 ming ichida shu rayondan Sri Lankadan kelganlar 100 mingdan oshdi. Bu kuchli gap. Buning ichida bir ayol Uma Kuraman. Bu 2004 Tashqi ishlar ministrligiga mas'ul parlament a'zosi bo'lib saylangan ekan. Biz bitta bir parlament a'zosi bormi Uyg'urlarni chiqib boqdimi? Men qaysi davlatda bo'lsin. Turkiya misol alaylik ko'p Uyg'urlar va ben Qozog'iston va ichki parlament a'zolari. Bu shu ko'chman masalasi men oldin qatimda 4-5 yil oldin bir maqol yozdim. O'qishingizni tavsiya qilaman. Siyosiy tushunchamiz orttirish uchun bu diaspora muajirat degan bu atalgan emas, ana ichida ma'nosi bor. Ya'ni nopuz, ya'ni u maqolning ismi nopuz va muajiratdagi nopuz va nopuz. Nopuz va nopuz. Hindistondan kelgan ko'chmanlar Angliyada 2 milliondan oshadi. Türkiye Türklerinin 20 milyon nüfusu var. Xitaylarning 20 milyon nüfusu var. Bu g'arib demokratiyasida har bir odam vatandosh bo'lgandan keyin shu davlatda to'liq huquqi bahramand bo'ldi. Hamma imkoniyatdan foydalanadi ular. Buni unutmaylik. Shunga bizniki bu muajiratda bizniki huquqimizni joriy qildirish, har bir davlatda o'zimiz siyosiy imkoniyat, huquqlarni kafolat qilish nihoyat muhim. Chunki bu yerdigimiz bu futbol musobaqasiga kelsak, demak biz masalan mushtabiq kuchli raqobatning oldida, masalan 2027 musobaqa qatnashimiz, biz qanday tayyorlashimiz kerak. Ular mush bolalarningki musobaqa qatnashgan bolalarning hammasi London tug'ilgan bolalar. London tug'ilib o'sgan Tamil bolalar bu. Qanchalik afzal sharoitlarda yashagan bolalar bu. Kunda 2 soat mashq qiladi har kuni. Qarang o bolalarning harakatlarini bizning yigitlar shunday yaxshi o'ynaydi, shunday tirishchilik ko'rsatdi. Ammo ularning harakati dahshat tez. Hujum bilan o'tdi boshdan oxiri. Biladi, bolalar ko'p g'ayrat qildi. Demakchi o'g'limiz, ya'ni bu musobaqa raqobatda biz masalan 2027-musobaqada albatta biz raqobatchilarimiz yaxshi tanishimiz kerak. Ulardan o'rganishimiz kerak. Demak, ularning afzallari qayerda, kamchiliklari qayerda? Hozir nurg'un narsani biz tasavvur qila olmaymiz. O'zimizning kuchi ularning 100 ming, 300 minglik muajirat nüfusi bor, diaspora nüfusi bor bir jamiyat topib bilan biz tanqid. Ammo shuning uchun biz yaxshi tayyorlik qilishimiz kerak. Chuqur futiman deydigan bir jasorat biz bo'lish kerak. Uning afzalligi bizningda shu afzal sharoitni bolalarimiz uchun biz yarata olmaymiz. Buni hammamiz mana shu o'ylashib baqsak demoqchi. Yaxshi, rahmat. Xo'sh, Abdurashim alim, siz bir jamiyatshunos bo'lasiz, suhbatingiz bilan tabiatanki qarindoshlarimizdan degan gaplardan o'zingizdan bir qisqacha bir xulosasini o'rtoqlashgan bo'lsangiz, rahmat. Bence deyildiğin gaplar asasen deyilip oldu. Hem de yotkan qilib putunu uzat deganni bilishimiz kerak. Bayan deyilgandek qarshi raqibni tanishmi muhim, oldida o'zimizni tanish taqdimi muhim. Endi bizningki hozir bu qirg'inning oldida, keynida, ya'ni qirg'in mezgilidagi diaspora hozir yo'q. Qirg'in mezgilida diaspora milliy kimlik nuqtasidan bo'lsin, bu ulusal kimlik nuqtasidan bo'lsin, balkim diaspora tarixida ko'rilmagan seviyada bir uyg'unish, bir silkinish, titresh paydo bo'lgan 2019-2020'lerde. Fakat bu xalqning, diasporaning ichidagi bu taraqqiyotni taqdimi musbat yuqori pallaga chiqaradigan tangshik, coordination degan narsani qiladigan bu ismi yo'g'on
organlardaki, dernek, teşkilatlardaki stili çataklar bunu kılamadı. Ve kıyğız kemmidi. Bunu kılalaydıgan Şarkı Türkistanlık hususen Uygurlarını kirgizmedi. Yakı yol atmadı. Bunda olgandan keyin diasporada intayın bir ümitsizlik peyda oldu. Çünkü periyodik tekrarlandıgan namayişlarını kılıdı bular. Ünüm alıdıgan işler yok. Kırgın mezgilide mesela Türkiye'deki Sepaköy'deki yerde Xitaylar kımıdı Uygurlar nüfuzatını kurup Uygurlar Xitaylarının kültürel kimliğimiçiligiga aktif hizmet kıldı. Ve hazır ameliyatda kırgın mezgilide ve kırgından keyin mu Uygurlar G'arbda, Şark'ta Xitayning kültürel bu kengişiga, yeyilişiga Uygurlar hususen aşxanlarda vatanning ubu deb setivatgan tijoratchilar bunun ichida avangardlik qildi. Endi keyingi 2022dan keyingi Xitoyning yangi teatrida bir turkum hamkorlashgan layoqatlik Xitoychada hammaylar bilimiz herhalde Liangmin deydigan bir söz var. Bunda Uygurlarni tanlab qillab berib keldigan teatrga uygun aktyorlarga aylandırdı. Şuңalık bizde umum xalq hareketi mümkün emas. Yani bugün bu Şarkı Türkistan Ulusal Komandasını fakat Uygur dernekleri, siyasi teşkilatçılarının hemmisi kollamagandekle xalqın hemmisini kollamaydı. Kollayamaydı, mümkün emas. Çünkü biz tamamen mesela tamilladek milletleşiş derecesinde emas. Onun üstüki chet ellerge Uygurlarning sarxildir chiqargan emas. Xitoy chet ellerge kimlarning chiqib, kimlarning chiqmaydigini oldin bekitgan ve bekitilgan. Bir qismlar o ba'zi yuchuqlardan foydalanib chiqib ketilgan. Asosli umurtqisi bor, milliy g'urur kuchli. Bizim Şarkı Türkistan'dan bazı aileler var. İzchil bu yükünü taşıydıgan umurtuluk ailelerinin mensupları izchil takipte. Ular çıkanmagan. Çıkanların köpüncüsü qarab bakыңlar bu sahnede bir ara bek aktif olgalı. Köpüncüsü kadrının balları. Bu kadrlar kim? Oylap bakыңlar. Bugün özünün vatanının ismini deyişte şu Arapninki neme oyununu oynaydigan artistidan bek tolg'ishib ketadigan Uygur rayoni, Uygur eli bu depelikə qiynalib ketgan bechoralarning nimasi qarab baksanglar, millet kadrının balları bular. Başka nimeleri var. Muş kırgın mezgilde onun köpüncüsünün aileleri eğer bedel tölemedi. Şuna ula bazı işlerinin bayan cevap verilmegen bazı suallar var. Ne için kollamaydı ya ki bir kısımlar ne için izchil chetki qaqalaydı. Bu chetki qaqish işçilik chetki qaqishninki teşidik chetki qaqishlar o'ngtanas taraqqiyotdan iborat. Çünkü Xitaylarni biz obdan tadqiqotlar yaxshi bilamiz. 3000 yıldan beri yeziq o'zgarmagan. Agar bir millatning yeziqi o'zgarmagan bo'lsa, o millatninki hissiyot, memori degan narsasi izchillik bo'ladi. Ba'zi narsani unutmaydi. Bizda bu yeziqini xohlagancha din o'zgartib, bir davlatga olsak, millatimizni o'zgartirishga oldirib ketgan g'ildig'it tanglarning hissiyoti olmaydi. Şu bizimkilerninki köpünç vaqtda unutqaq. İşimizde intiqam tuyg'umuzni pushurolmaymiz biz. Köpünçe al pichoqni kes eligini deydigan yer ketib qoldigan ishlar. Şuna bu meselede hem de bu Şarkı Türkistan Ulusal Komandası'nın aldığımızdaki terakkiyatıda intayın çok hırslarga duch keladi. Bayan sözlügerler bunu bir depette tekrarlaş bir hacet. Şu anda biz muşunda programlarda milletin
vicdanı olan ziyalilar muayyen dernek teşkilatlara mensup bululanmay müstakil turuş arkalık bu Uygur'un namını, Şarkı Türkistan namını işletip canandağçılık kılıvatqa yoki atalmış siyasi faaliyet kılıvatqanlar üstüde bir cemaat efkarı paydo qilishimiz kerak. Çünkü bu Şarkı Türkistan Ulusal Komandası muayyen bir ideologik gruppaninki emas. Üzerine Şarkı Türkistanlık deyilgen her kim kiralaydı. Hatta bugün qarab baqadigan bolsanglar Kazakistan veya ki G'arbiy Türkistan'daki cumhuriyetlerinin girejdanı olan Uygurların badek isminin familiyasiki op-mop qaraydigan bolsa. Bayam Aziz İsa efendim dide bazı ulusal komandalarda vatandaşlık verip başka danlık futbolcuların ekip oynatqılı olurdu der. Doğru. Bu tamamen mümkün. Şuna bizimki bazı nasıl yalğız tar nemige merkezi çıkanmay. Ay bizim Şarkı Türkistan Ulusal Komandası'nın işi de oynaytım deydiğanlar bolsa ekiriş gerek. Bu yerdeki neyse layakat, kabiliyet. O etnik kimlik mühim emas bu yerde. Siz Uygur dep oturup daha penci bilen Xitayning malachörünü yalap oturup otasınız bulmaydı bu iş. At tonu kapını yeysiz. Başka nesili var bizimki o vücut ne güçlendirdiğin. Uçakta enadinkin bizim Uygurluğumuz, bizim kimlikimiz meydanda, Cevlankılı'da kök bayrak mühim yerde lepilditildiğin. Şuna Şarkı Türkistan Futbol Cemiyeti'nin ki bu 2025 7. aydan burunki misyonu bilen bunun keyinki misyon arasında bir fark bulduğanlığını biliş gerek, vizyonunu bir yenilaş gerek, bir update kılış gerek. Dep oylayman. Onundan başka kök kırlık tayarlıklar buluş gerek. Bunun keyin bilinmegen bilinip oldu. Bunun karşı her xil suikastlar buluşu mümkün. Mesela Şarkı Türkistan Ulusal Komandası'nın formasını bir şirket burun bazağı saldı hazır. Belki Xitayning şirketleri onun tapılan tapavutini bir mani yok kılıp deyişi mümkün. Bazı sponsorluğu besim işletişi mümkün. Hatta komandanın işçilik hatta İlişat'ın ailesi besim kılış arkalık İlişat'ını boşaştırışı mümkün. Veya ki İlişat'ın etrafındaki dostlarına veya ki her xil oyunlar köp olurdu. Bunu bilişimiz gerek. Onun sırtıda bu katım belkim Uygurlarınki bir kısım siyasi teşkilatları, siyasetçileri kanda kılalaydı deyip körep bakkan buluşu mümkün. Onda o döngü çıkar. Bunun için bularının işindeki bir kısım vatanperver ve vicdanı sağlam, imanını bir yere setip etmeyenler hüküm biz bak. Ve İlişatlarının bu komandanın yanında tekidimi meydanı roşen bir şekilde turuş mümkün. Hazır ben ekranda göretim bireylen yazıp durmaya dok nim için musabıka köngül bölmegen o der. Mesela bu sualını yazgan adam Envercan dedi. Bu cevap ne? Envercan efendim tekidimi yaxşı biliş gerek. Çünkü o organla hemimizde obdan bilirdi mesela. Bunun için belki bu işlerde tekidimi farklı muamele pozisyonlar oturup çıkışı mümkün. Muşlarının hemmisiga tayyorlik qilish kerak. Bayan biz dep ötkendek diasporadaki Uygurlarımızın mutlak köpüncüsününki köngli parakende, g'ashlik içinde ve aramızda beğerez tentekler intayin köp. Ağzıdan gepne bir ötken gılviden ötküzmeyle polok oturup taşlıdırgan. Bunda bazısının bek yılık ciddi gelip esaydıl karmısak mı bola vurdu. Muhimi kim nemi davatıdır? Bu gepni kılıvatkan kişinin salayetiga karışımız gerek kimligiye. Şuna bundan keyinki taraqqiyatı ben şahsen yeni muvaffakiyetlerini tileymen. Ama bundan keyinki Hristiyanın tehditlerinin, fırsatlarının bundan burunqıdan farq bulduğanlıqıga bu yaş yeni okullarımızınki farqı da olab, texidimi hoşyar buluşunu
ve bunun bilan birge bizim diasporadaki müstakil turbatkan ziyalilerimiz her sahadaki vicdanlık özü Şarkı Türkistanlık Uygur diyaleydiğanlar təxidimmi aktif avat kuş şarkılık halkımızın işçideki bu erkekli ötküzüş ihtimali boğan gruplarını her xil katlam tabiqalarını hareketlendirişimiz gerek. Kiyimlerine ait çıraylık layilep hatta ben bazı nesinin yazdım mesela bayrakın rengi bek kanık renk okaptı dep. Mesela bundan nesini biz intayin alıkı inşaatçı təqdimliqi yardımsever bir tanqid bilen təqdimi mükemmelleştirip ertesi bizim ballarımızga özümüz setip alsak bulaverdi bunu. Muşu arkalı kanda bir iqtisadi kıymet şirim yartalandı bu komandıga. Bunun oyluş gerek çünkü tenterbiye ticaret ve siyaset demektir. Belki ben ahırda şunu koşum çıkılar, belki ilişat bildi köpünçünlerin bilişini mümkün. İran'da Azerbaycanlıklı var. Nüfusu 30 milyonun üstünde. Ve bularınki traktör sazi deydiğen bir futbol komandısı var. Bu traktör sazi diyen komandını dünyada en köp Türk mestanesi var komanda 50 milyon deydi. 50 milyon yakın mestanesi var, taraftarı var. Bu komanda bugün İran'daki Faris şovinizmi aslında izilgen Azerbaycanlı Türklerinin gururu, onların vicdanı, hemen nesli hazır. Bu nurgun nesli yokatkan bir halkını tirildirvatıdı. Bunun hemisi özüne Kızıl Böre deydi taraftarları, Kızıl Kurtlar deydi mesela. Şu bu futbolunki bir milletçişke, bir milletteki farklılık tabiqalarını birleştirişken milli ruhunu urgutuşka intayın çoğun faydası var. Bununla örnek menimce şu Cenab-ı Azerbaycanlıklarının traktör komandası. Bunun bir köle Abdurrahimcan programında bizim Uygurlar tonuşturuşundan tavsiye kılın. Bu komandanın ki şu tesirini küçüğüne. Rahmet Abdurrahim Alem, aslında şu Odakma Konifa futbol müsabakasının Uygur Lavşi Mehsalıqı Tenterbiye şirketininki kim temeller hem kim bazaq sağlığı da behoş oldum da bu. Bu ben ayrım bir tema qilay degandim. Yani siz azraq bunun yerini siz tema qilayotdingiz, xohlasangiz ya bir söhbət qaytardik ya bu texnik kengaytgan asosda bir söhbət o'rlashtirsak bo'ladimi? Çünkü bu bizim diaspora Uygurlarniki yani ulusal bir kimimiz yok kaldı da hemimizden balları futbol tepidi. Evet. Hemimiz kim setip aldı. Neknikini, onunkini, bununkini setip algannikine bala baksan mal etmeyim o. Bir yerden bizim devletimizin bayrağı var. O kök bayraklar. Hemimiz teknik giydi de Uygur'unki hemimiz de degendek hem de bu hemen aşı ayrım bir tema qilmoq istedim. Bunu ayrım bir ayrım tema qilsangiz bo'ldi. Hozir diasporada moda işler bilan shug'ullanayotgan Uygur yoshlar var. Bu Uygur yaşlar, modadaki Uygur yaşlar, muşu bizden ulusal komandanınki her xil formüllerini layihələşki kiriş gerek. Hatta zörür tepilgan çağda özümüzünki ilişatının etrafında yaşlar buluş gerek, şirket kurup, özleri bu kimlerin layihə bazarıq selip diasporadaki bizim Uygurlarınki bir ihtiyacı kandırıştan bir taraftan ticari pul kirim nimesi oldu, ikinci taraftan ama bizimki ballar bir milli kimlik türüsü. Bizim o özümüzünki komandamızınki forması varken hazır Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe'desi ballı diyen gülüdü. Şarkı Türkistan komandasının hatta ilişatlığınki erkeklik lonkusunu oynaş katlaşkan bir münç komandalar var. Bu komandaların özlerinki formaların buluş gerek. Bunlar ne bizim diasporada kandak kılıp kengritimiz, tonuşturumuz digendek nesini oyluş baksak oldu. Bizden modadaki balılar bizim Uygurca Salahattin Kivağan'la Kanımay'daki bazı tamgılar var. Neçe bin yıllık kültürümüzden eksettirdi. Ulan kandak kılıp modanın formunun içindeki sındırı bitimiz. Ayalçısına, erçisine, otur yaşlı küçük ballarının her xilini bazağı selişarkılı Kazakistan'da çünkü 1 milyona yakın Uygur var. Çok bir bazağı o. O bazağını kızıp çıkarışımız gerek. Üyedeki Uygurlarınki kızgınlıkını
qozg'ishimiz kerak. Agar ilishotlarninki Qozog'istonga berish yo'lida bir to'salg'i bo'lmasa, komanda berib Chilekda, Yettisuda, Olmaotada, Uyg'ur noyisida musobaqa o'ynash kerak. Do'stlik, hatto ba'zi cheniqishini u yerda qilish kerak Uyg'urlarning orasida. Ulardan bir vatanparvarlik millat nimasi urg'ishiga foydasi bo'ladi deb o'ylayman. Va albatta Turkiyaga kelsangiz, Turkiyada hamma odam muayyan bir qalbda emas. Bu yerdami bir kamp qilish ehtimolligimiz bor. Avstraliyada balkim ta'sir bo'lishi mumkin. Rahmat Abdurahim olim, men o'sha o'ylig'inim botida mash bolalar qaytib keldi, texe g'adiq chiqib bir musab o'rlashtirmay naq maydonga berib, bolalar kiyimni kiyib, rasmi tug'an qiyofatda chiroyli video qilib, to'g'ri bir ko'rsatib, uning keyin mush haqida ayrim bir program o'ylashgan, buni ayrim bir nima qilib, texnik kengaytgan asosi shu bu narsa. Yaxshi bir tushuncha bergansiz, ko'pdan ko'p rahmat. Endi Mening mishada bir qo'shib qo'yadigan bir nuqtam bor. Abdurishning degan nuqtasiga hamda mush azoq bir ochiq gavdilanib ketsin. Chunki biz shu yaqinqi zamondagi cho'ng uyg'unish, cho'ng silkinish, Abdurish deb o'tgandek 2019-yili, mening 2018dan tortib boshlandi desak to'g'ri bo'ldi. Shundan tortib ta hozirgacha shu kishilik huquq nemisini davosini qilayotganlar bo'lsin, chet elliklar bo'lsin, Uyg'urlarga qilgan azoq yordamimiz yo'q. Bir cho'ng muhim masala borchu, Uyg'ur slave labor campaign deb. Masalan, Uyg'ur yalanma ishchi yoki bo'lmasa qulluq emgak kuchini yo'qotayli degan bir cho'ng bu bir biz sal qaraydiganga hech qanday haqqimiz yo'q. Buningga chet elliklarning sog'an mablag'i 100 milliondan oshadi. Bu sal qaraydigan nima emas. Ashninki ta'siri biz bu qitimki konifada bor. Qanday bor deganda konifaninki shu nima bosh butun faoliyatchi o'rlashtirgan kishi bilan men so'zlashib turug'liqchi. Sosyal medyada ularninki nimasidan. Ashlarga meningki birinchi qo'ygan talabim sizlar bizninki komandaninki yoki bo'lmasa butun konifaninki kiyim kechigini tanlagan vaqtida cho'qim qulluq emgak kuchi aralashmaydigan pokiz bo'lish kerak degan ash talabni men o'tirib qo'ydim-chi. Qo'ygan vaqtida anoniki shu mas'ul konifaning mas'uli va buningki 2027 dunyo lonkisi talish mizot hammasini birdan bir degan gibi bu deganing dal to'g'ri, Nurgul rahmat. Biz shu bizningki sizlarning Sharq Turkiston ulusal komandaninki, national teamninki kiyim kechik olsun, yoki bo'lmasa hammasiniki kiyim kechik olsun. Shu endi shu One Call Sports degan bu shirkat shuning ichida borchu. Cho'qim shu Uyg'ur slave labor, qul emgak kuchi aralashmagan pokiz liniyani tanlaymiz dedi-chu. Shu intay muhim narsa. Bizningki hozirgi chiqib kelgan xizmatimizda bir katekning ichidagi xizmat, yana bir katekning ichidagi xizmat bilan bir-birisiga aloqasi yo'q, aralashmaydi-chu. Birisi bilan mana bir qo'llaydigan yoki bo'lmasa bir-birisi bilan mana birga kelalaydigan narsani nihoyat oz qilamiz. Shu masala kelganda meningcha konifaninki shu o'rlashtiruvchi xodimlar ham Ilshad Islom qarindishimiz bu xizmatni yaxshi qildi deb qarayman. Ananinkin yana bir nuqta, bizilki bu dunyoga yuzinib ketdik-ku biz hozir. Shunga biz bu butun bizningki ulusal teamninki buningdan keyingi qilgan xizmatga qaraganda biz tar nazariyadagi shu Uyg'urlik qalimiz bilan o'ylamasligimiz kerak buni. Bu keng o'ylash kerak. Buni ichitish kerak-ku. Masalan, bu qisqasi Turkiyaninki bir qancha komandalarda hozir xeyli yuqori saviyada o'ynayotgan bizning Uyg'ur bolalar bor. Aşılar dünya lonqus talish musobaqasiga nima uchun qatnashamaydi? Albatta qatnashish kerak. Aşının bu qanday xizmat ishlaymiz, qanday aşılarni jalb qilamiz. Bu nurg'un xizmat bo'lishi kerak. Shuningga yuzlandigan. Anoninkin yana birisi bizningki bayan Abdurish qisqali bir nima o'tdi. Bu to'g'risi balkim siz boshqa yana bir program ishlashingiz mumkin. Buningkilarga hujum bilan qirish intayin kuchli bo'ladi. Yani bununla biz xalq süpütümüz bilen biz qandaq
yordamda bo'lamiz. Ana aşımı biz sel qarsak bo'lmaydigan bir masalachu. Biz 5 yilning ya hujum uchrab kelyapmiz xalqarada. O'qishmagan xiristlarga biz aqlimizni tepishimiz kerak. Ana mushmu bek muhim masalachu. Mening qo'shib qo'yadigan nuqtam tugidi, rahmat. Rahmat, endi bu qatimqi bu bolaning musobaqa tushlangan kiyimning bozorga selinishi haqiqatan nurg'un uyg'unni xush qildi-chu. Bu nuqtada men bir narsa yozaman deb o'ylayapman. Buni ayrim bir tema qilib, shu bolalar kelishadi, bolaning qaydir bir maydonga bir it chiqsin. Top tepgan yoshlarga borman. Chiroyli video qilib, ekranda ko'rsatganda qilib men tayyor qilib qo'ygandan keyin andan buningga ayrim ism qo'yib, ana keyin ayrim bir suhbat qilamiz bu maqsumush temada. Burun kim hammamiz mana eng boshqani qo'yib turlar, tantarbiya kiyimini bolalarimiz ep bersak amal yo'q. Biz u markani bu markani degan bir marka yig'lan nega Sharq Turkiston ulusal komandasining kiyimini kiymiz ve milliy kimligimiz bor, davlat kimligimiz bor. Ani keyin hamma odam bolalarning topgan milliy ruh qaytadan bir uyg'onaganda bu yoshdan tegidan bir yetaklab olgan bir yushurim bir nimba bu yoqda. Buni ayrim qilaylik bu temaga. Ham ikkinchi savol. Korefa futbol musobaqasi tanlangan futbolchilar qaysi davlatlardan qanday shartlar bo'yicha tanlandi? Sharq Turkiston ulusal komandasiga azmatlarcha xo'sh Ilshod. Buningga boshdan oxiri boshdan 500 odam sizni anglaylik. Xo'sh, bu mas savolga javob berishdan burun oldida ma Salaydin kamga bir salomim yo'llatay dedim. Abim keyin kirgachga salomlashamdik. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Sizden razı olsun. Angliyada yeni bir akamni tunib oldim desem bo'ldi. Çünkü elbette Salaydin akam yalğız emas, qolgan nurg'un qarindoshlar bor, lekin Salaydin akamizningki bir kichik bir nimasi bor, yomon ta'sir qildi menga. Uni hamma xalqimiz bilsin. Haqiqatan nurg'un odamlarniki, nurg'un qarindoshimizniki bir o'rnak bo'lishga loyiq bir akamiz shu harakatlarni qildi. U bo'lsa-mu, albatta kelgan birinchi kunni tortib bizga yetib kelib tamoqlarni shu Sodiq Bo'raxon masjidini itib yo'lni jiroq demak kashda aka berib qildi albatta. Ondan keyin ta'sirqa nima hikoya bor desanglar, bu Salaydin akamizniki bu musobaqalarni haftada arliq bo'lib qolganchu. 18 soat 2:30larda o'ynagan musobaqalar bo'lgan ekan. Ishlayotganlar bilamdi, o'qiyotganlar bilamdi, hammasi hamda xizmat vaqti, yamonsi maktab vaqti bo'ladi. Kirish tez haqiqatan. Lekin Salaydin akamiz musobaqadan burun shu tamoq yeb o'tirgan vaqtimizda bolamizmi yilda bir ana chiqib og'rib qoldi-ku. Bu musobaqa kuni bo'landi. Og'rib qolsin bo'ldi, men bolalarimni olib borma deb degandi. Haqiqatan bek ta'sir qildi u gap. Keşke bütün xalqimiz aşina bir his qilgan bo'lsa, bu bir bizning taqdirlanadigan bir davlat tafsil qiladigan mushoraklik o'zimizni his qildiradigan bir faoliyat deb muhim ko'rgan bo'lsa, bizmi bunchalik qiyin qolmaydik. Chaqiriq jihatdan, iqtisod jihatdan. Endi oldida iz akamiz bo'lamdi, Abdurashid akamiz bo'lamdi, G'uruq nima Nurgul adamiz bo'lamdi, adamiz akamiz deb qoldim, kechiringlar. Bergan nurg'un tavsiyalarga oldindan ko'pdan ko'p rahmat. Tavsiyalarni anglab beshan bir chiqib ketdi. Chunki hammalar bilsizlar, chunki bizning ma'ashna taxmin mukammal shaklda qilganimiz bor albatta, lekin ba'zida sharoitimiz haqiqatan yar bermaydi. Iqtisod jihatdan bo'lamdi, adam jihatdan bo'lamdi. Kecha mening ismim, nomim Shatursan ulusal cemiyetiniki reisi, yamamız terneri diyen bilen bir adam 5-6 xizmat qilib kelyapmiz shu. Albatta ma'lum emas. Shaxsan mening qilayotgan ishim komandalarni tanlashim kerak, futbolchilarni tanlashim kerak, yotoqlarni izlash kerak, hatto social mediaga chiqargan narsani men vaqtida chiqarishim kerak, futbolchilarning kiyimini tayyorlab aloqishib qilishim kerak. Hatta ba'zan beshlik kiygan kiyimlarni hatto uyga kelib juptiri endi quritib bo'ldim-chu. Shunaqa asan albatta bunga shikoyat shaklda emas, o'zimiz ishchimizdan chiqarib vatan uchun qo'rqinish bo'lgan ekan, 100% rozilik bilan qilyapmiz, ammo texmo yuqori saviya qilishga unga yana texmo ko'p kuch lozim albatta. Bu bizningki nimamiz komandadagi yetakchi kadrimiz texmo cho'ngish kerak yuqori darajaga. Albatta biz shaxsan men buni yetaklash jarayonida azalda da'vat qildim. Biz mukammal bo'lamaymiz, ammo birdan bir so'z bera oladigan narsam biz qo'limizdan kelishcha qilamiz deb kelyapman.
Çünkü mükemmel kılıç. Ben bu burun klublarda oynayan Angliya bulamdı, Xitoyda bulamdı. Klublar qanday mang'uzishini bilmaman bo'lmasa. Lekin ba'zan sharoitlar bizga tushmagachga afsus. İnşallah bu vaqtda shu musobaqa orqali nurg'un qarindoshimiz uyg'ondi, buni muhimligini ko'rdi. Hatto nurg'un yoshlarmi buningga biz qanday yordam qila olamiz? Gerçi o'ynamasaqmi, aqsat masalan Facebook betga, Instagram tor betga biz mas'ullar deydigan nurg'un yoshlar ovozini berdi. Buni nihoyat xush. Abim sizlar deganmanglar degandek 2027dagi shu musobaqa budaqtimi emas, bunun natijasida yaxshi tayyorlik qilishimiz kerakda. Mukammal amal bandi. Mukammal shaklda tayyorlik qilishimiz kerak. Budaqtimi 50 ming euro yig'imiz degan muddaga yetmay 35 ming euro atrofida yig'ildi. Budaqtimki musobaqada tig'im jiq mablag' ketadi degan gap. Abim izzatimiz nihoyat yaxshi dedi. Keşke shu bolalarni bir oy burun akilib mashq qilib qila olgan bo'lsak, tig'im yaxshi bo'ldi dedi. Tamil albatta kuchli bir komanda. Bizim birinchi kun musobaqa o'ynagan vaqtida ikki bir uftiradik. Aslida uftalaydigan musobaqa bu. Ikki bir xatoliklar bilan bo'lib qoldi. Lekin ularni nihoyat tantirdi. Biz eng oxir finalgacha o'ynagan vaqtida 3 kun udab musobaqa o'ynadik. Har kun musobaqa o'ynadik. Ular oraliqda bir kun dam olib, ana keyin final o'ynagan. U sababim bor. Albatta ular yana yaxshi o'ynaydi, kuchli. Şunun nurg'un sababli bor, nurg'un kamchiligimiz bor. Ishlama bundan keyingi shu Shartuysam ulusal futbol jamiyatiga tig'im ko'p bo'libmi yoshlar, mayli cho'nglar, mayli yo'li borlar, mayli iqtisodiyotdan kuchi borlar tig'im yordamlashib bersa, sizlar degandek mukammal qilganga qo'limizdan kelishicha qilamiz. Men har zaman deyman, menga bu besim bo'lishi mumkin, u ishlar bo'lishi mumkin, yomon bir ish bo'lib qolishi mumkin. Mening faqat umid qildig'im shu Sharq Turkiston ulusal komandasi, Sharq Turkiston futbol jamiyati kim bo'lsin, kim tushib ketsin, shu yo'lda uzildirmay bayroqni ko'tarib mangan bo'lsa. Futbolchilarni tanlaydiganga bir necha takliflar bo'ldi. To'g'ri, biz albatta eng yaxshi futbolchilarni tanlaymiz deb tirishyapmiz. Hozircha men ikkinchi savol udolam kelsa, futbolchilarni biz shu asosiyatda shu Sharq Turkiston erkinlik lonkisi degan musobaqaning ichida o'ynab turib o'ynagan bolalarni tanlaymiz. Chunki nemish bu narsa o'zimiz ko'rgan. Agar o'zimiz ko'rayotgan masalan o'tgan yili bilgani bo'lgan musobaqada bir aql ko'rgan kim qanday o'ynaydi, kimni tanlasak deganda qalimiz bir san. U musobaqa erkinlik lonkimizda bo'lamdi. Ma ulusal komandamizga tanlaydigan ilg'i shartimiz boshqa bir cho'ng shart yo'q. Qo'rqinchli bir shart yo'q. Ammo birdan bir bayroqdan qo'rqmaslik kerak. Sharq Turkiston deb qo'rqmay chiqalish kerak. Chunki Yevropada, yamonsa Turkiyada, yamonsa boshqa davlatlarda O'rta Osiyoda nurg'un yuqori darajada o'ynayotgan Uyg'urlar bor. Lekin agar ular bayroqdan qo'rqsa, agar ular Sharq Turkiston chaqirishdan jur'at qilmasa, bizga 1000 yaxshi o'ynansimi, u bolalarni afsus qabul qilmaymiz. Bu bizningki Sharq Turkiston futbol jamiyatidagi birdan-bir sizig'imiz. Natija muhim, ammo bizning maqsadimiz futbollam o'ynashimiz, bayroqni ko'tarib Sharq Turkistonninki kimligini nim bo'tqilni tunishtirish. Shunga bu siziqni nihoyatda inshaalloh chin qo'yamiz, o'zgartmaymiz. Hammanglar bilasizlar, bu o'zgargandan keyin ham nurg'uniki qalamqonchilar chiqdi. Futbolchilarni tanlagan savolga kelgan deyman. Futbolchilarni Osiyo, Konifa Osiyo futbolchisiga komanda tanlashning sharti nima? Uning keyin bizimki Sharq Turkiston futbol komandasigacha. Ya'ni sharti shu ma'bim degandek, albatta bayroqni qo'ymaslik kerak, o'zini Sharq Turkiston deb faxrlanish kerak. Ularni tayyorlik qilayotgan futbolchilarni tanlash usulimiz amaliyotda rasmiy klublar, rasmiy davlat komandalar futbolchilarni qanday tanlaydi degan vaqtida, agar bilsanglarmi, yana bir tushuntirib, balki nurg'un qiyinchiligimiz bilmasligi mumkin. Trener bo'lgan odam davlat cho'ylab, shularniki o'zlari o'ynayotgan musobaqalarga berib, ko'rib, tanlab, analiz qilib, xotirlab mangdi. O'xshamaydigan musobaqa, chunki har bir futbolchi o'xshamaydigan davlat o'ynaydigan ekan. Undan keyin u 35 atrofdagi odamlarni yig'ib bir kamp qildi. Ya'ni musobaqa ular bir oy mashq qilib tanlaydigan haqiqiy 22 sonni aniq tanlab bo'lgandan keyin yana 10 nachisi shanlab qoldi. Ya'ni yaxshi o'ynaydigan futbolchilardan ichidanmi tig'im yaxshini tanlab shu shaklda tayyorlik qildi. Bizniki albatta mening u yerga uchadigan sharoitim yo'q. Mening normal bir
bir dada bir ailenin töregi hizmetimi var. Unda qıpılamayman. Xisat bunda yo'q bu nimamizning, jamiyatimizning aytapsiz. Ama shuna bosma, hanim bosmizki erkinlik lonqisi bor bo'lg'achqa, o'tgan yil o'ynag'achqa, shuni shu orqali futbolchilarni tanlab kelyapmiz. Tanlash jarayonida albatta ba'zan birinchi qasmanlar bo'lmaydi, ba'zan qarindoshlarni tanlandi, ammo lekin shu ba'zan sabablar bo'lgan muhim ko'magashga, yomon bo'lsa ansirgashga manda bulamdı deb degende onunğa yarat qildik. O qayda sızıq. Onunğa hazırdan başlap yaxşı oynadı, çempion olğan batı deb ben özüm trenerlik yaxşı natija alay deydigan maqsadim bolsa, u axırı buzub ketadi bu atfanıqçı. Şu arqılıq tanladınız. İnşallah şunu tavsiye ederim. Bununki ki erkinlik şərtüysən erkinlik lonqısığa köp dövlətki qarindaşlar qatlaşqan bolsa degan ümiddim. Albatta mamısaq jarayonda nayt yaxşı inkasla tushkashga oldimizdagi bo'lmoqchi bo'lgan Şərtüysən erkinlik lonqisi Xudoyim bo'lsa Sayibxon Fransiyalik jamoatli bo'ldi. Fransiyada Parijda o'tkazildi. Xudoyim bo'lsa. Hozirdan boshlab shu Amerika, Kanada, jillarning yoqi nechiqtimdan qatnashdi, ammo keyin qatnashamagan davlatlar Alloh sizlar qachon qilsizlar, qachon bira olamiz, hatto ba'zan davlatdan futbol komandamiz yo'q deb biz qandaq shaklda kira olamiz diyen avazlı var. O'rta Asiyadan so'ratdi, Turkiyadan surishtirib qilyapmiz. Xudoyim bo'lsa sizlar degandek texmi yaxshi futbolchi o'xshamaydigan qit'ada, o'xshamaydigan davlatdan tanlanib, texmi yaxshi chiqish mumkin. Balki bu vaqtida men ham trenerlar misol aytdim, birgacha texmi yuqori saviyada bo'lsa, men qilmasligim mumkin. Texmi balki trenerlarni hamda yuqori saviyadan birga ijara qilib, yoki pul to'lab maosh berib qilsak u bo'ladi. Onun çata hatta nurgun terneler o'xshamaydigan davlatdan xatni yozib o'zininki CV'sini yozib. Yana qanday yeri bormi savolninki? Mayli qisqa qo'shiq qo'yadi. Erkinlik musobaqasi o'tib qolsin, Fransiyadan tanlaysizlar, butun dunyodagi Uyg'urlarning eng yaxshi top tepadiganlar kelgan ekan. Aşağıda bir talep 2027 konu ifade küçük komanda şekillendirişin için bir fırsat var da aldığımızda. Şu. Yana biraz kıstırıp koysam şu erkinlik lonqisini ve şu ulusal komandani şu muhitni nima uchun qilyapmiz deganda, gerçi mening til so'zlash qobiliyatim yuqoriki ustozlardek bo'lmasimi, bir tushuntirib qo'yay bilmaganlar uchun. Buni qilayotgan vaqtimizda abem degandek qizilsizligimiz bor. Bayroq, milliy marshimiz har zaman qo'yildi. O'zimizning nerdan kelganini qo'rqmay chiqish, ekranni qo'rqmaslik kerak albatta. Shu sharoit nima qilyapmiz deganda, nima foydasi bo'lyapti deganda, masalan yaqinda bo'libmi, vatan berib kelganlar jiqlab ketdi, yamamiz da'voga aralashmay nurg'un jidallar saskinib ketgan, umidsizlanib ketgan nurg'un yoshlar bor. Mashina jiroq turaydi juda. Ammo biz shu umidsizlanib ketgan va vatan berib ketganlar jiqlab ketdi degan mezgilda biz shuna faoliyat orqali bayroqni ko'tarib ketganlar bo'lsin, umidsizlanib ketib bo'lsin, lekin yana to'xtamay bayroqning ostida turadigan nurg'un yoshlar bor deb ko'z tutamiz. Xuddi Belgiyadami ashada bir hafta ashada tutdik. Har kuni 300 odam yoshlar bor. Bir-birisi bilan aloqin bo'ldi, do'st bo'ldi. Uni oldin o'ynatganini tunishib qolgansiz, borgan sira mushundoq chin bo'ldi bolalar. Voy sen O'rta Osiyodan ketgansan, sen chet el tug'ilib ketgansan, sen vatandan kelsa degan gap yo'q. Maqtimi mushaq mashq jarayonda bolalarning yosh bolalar jiqlari mandalam aralashib qo'ydik, xabar borimiz, xabarsiz bola bor siyosat to'g'riliqchi, o'zimizga ahvolimiz to'g'riliq. Ularning shu nurg'un savollar orqali, faoliyat o'yin orqali bir ekel. Masalan, ular O'rta Osiyodan kelgan bola bo'lsa, ular asosiyada chundadlari burun vatandan chiqib, anikin aşağı o'tqoqlashib qolgan. Shunaqo. Ularning texmo shu Sharq Turkiston mening vatanim deydigan bir narsa bo'lsin deb, hatto chet elda tug'ilgan bolalarga texmo men Sharq Turkistonniki ash bir parchasi askari deb o'ylaydiganga hammasini bu so'rab boqdim. Shu kim tug'ilasidan dadang, yamamsidan buvang vatanniki nerdan kelib ekan to'xtab. Birisi Atush dedi, birisi G'ulji dedi. Ish qilib chet elda tug'ilgan, ne tug'ilgan bo'lsin, ne cho'ng'ilgan bo'lsin, hammasi yana shu vatanning ichidagi bir parchamiz degan bir narsa iz qildi bolalarcha. Chaqchaq qilib va amaliyotda biz jutibganmizg'o deb dedi-chu. Masalan, o'xshamaydigan yerda cho'ng'ilib, o'xshamaydigan shaklda cho'ng'ilgan bolalar, asha chaqchaqdan bo'lsin, yosh bolalarniki birga kelib, asli bir jutibganmizg'o deb degini, u yer bir yer bog'ladi-chu bolalar. O bolalarniki yana shu iklan orqali yan bir maqtab qo'shilib
uzun ketdi bilmem kechiringlar. Çünkü bana bek çoğun ta'sir qildi bu musobaqa. Bağın birinci günü tatib, oxirgi kunigacha birinci günü tatiblar yig'inda bolalarga degan biz Sharq Turkiston tamsil qilamiz. Shuningga hamma jihatdan diqqat qilishimiz kerak. Yotoq bo'lamdi, maydonda bo'lamdi, sir chiqqan vaqtda bo'lamdi. Har qanday qiliqimiz, ishlarimiz, harakatlarimiz shu butun Sharq Turkiston tamsil bo'lib shuningga bek diqqat qiladigan vaqtda o bolalar boshdan boshlab oxirigacha bir-birini shuna hurmatlaydi. Yig'inga ketib boqqani yo'q, boshqa ketib boqqani yo'q. Ne boz bir suvamakçı bolsun, aka ayağa çıkmakçıdan bulamdı deb. Şundan çıralı bir-birisini hürmetlep, abballar şuna çık. Hatta ularga vazife bergendim. Vazifem kılıç teyiş bir vazife vallatta. Musak başlaştım burun devlet maaşı koydu. Özümüz bir maaşını koyuldu. Şunun hemmeler çokum bu ne? Yetli alışın gerek deb şu kağızını okşmaydigan tilda. Yeni yazıkçı, konu yazıkçı, yeni aylıkı O'ttirasi yazışılgan. Yazıqda balaga vazife bergendim. Vazifeden berdim, lekin qalamni qilmamdi deb, endi yosh kichik o'g'il bo'lgan ekan, qilamni qilmamdi ansirab qolgandim. Ammo o'rliqda o'zimizniki WhatsApp guruhda balalarniki anchuncha xabarlar shu yerda qilamiz. Bir bala yotoqda o'ynagan o'yinni qiziqarli qilib tatibdi. Nima o'yin o'ynabdi desanglar, oldi bilan bir Uyg'ur usulida o'ynagan, bir o'yin o'ynabdi, uftur etganlar ya Uyg'ur usulida o'ynar ekan. Yomon futur etganlar ham bir xil jazo, milliy marshni majbur san o'qib bersa deb deydi ekan. Ya uni ko'rib bak xo'shib ketdim. Men bu natija nim bo'lsin. Men xush bo'ldim. Men erishmoqchi bo'lgan natijaga erishib bo'ldim deb shunda razilab ketdim. Shuningga men emas, bu natijaning bizga, hammamizga aklatgan shu yigitlarga, shu yigitlarning cho'ng qilgan ota-onalariga ming razı bo'lsin. Haqiqatan o'g'avaldagi ish qildimiz. Bunun için takım köpmüşler ballarınki sepke kirişine en konumuzu ümit kılımız. Rahmet. Yani bir sual neyse alaka unutup kaldınız mı? Yani birden bir koyda. Ma şu Asya, Kodife Asya futbolun kısmındaki hazır 3 komand tallanıp kırdık ama bu kadar musabaka. Bu zaten 3'lü komand terk tapkan mı? Başka komandlar şuna için tallanıp kalırlar. Bu hem de Kodife adını sorsam oldu desem. Yok bu manda çok Kodife'deki Asya kıtası da nurgun devletli bayana. Lekin bularniki yani Asiyaning ichida bo'lgan xuddi qanday deymiz, masalan Sri Lanka bilan Hindiston, Panjab emas, u yer to'qinish balki u narsa men endi qilib ketmayman. Shuning u yerda nurg'un davlatlar masalan men ketilsa men kirmayman juma. Men bo'lib qolsa men bo'lsam bo'lmaydi deydigan ish bor. Shunga nurg'un davlatdan qatnashgan ham sharoitim yar beradigan shu komanda bo'ldi. Buni men chiqdi albatta. Muşuna boğdum ne bizim bek yaktı raskeptim kısa bıraktım. Çünkü üçlam komanda ba. O üç komanda boğan için 5 gün onçlam tügeydi musabık. Bizden kısa şu 5 gün naklam yeterdi. Meşgulleri yanında. Şununla bizge naklam koşaktı. Nayet yaxşı oldu. Talimiz Xudaymışdan buyurgan şuydu. Şuna gep. Elbette ulama alaka konifam taraqqiyot qilgan bir organımdı. Belki bağan sıra yapmıştı. Başka nerede bu Kodifaniki? Şivsiyaga demek atalaşmız. Mananga muş to'g'risida qazig'an bo'lib qolib qolsang, qassangni bildi, bo'lmasani yangi savolga o'tamiz, juma. Endi uchun yana bir savol endi ular shu naq maydon qatnashganlardan nima qilaylikda? Endi bu daqiqa musobaqaga bizim mishada naq maydondan ulab taqatdiq. Mushu Sharq Turkiston Ulusal komandasiga Ababek qardoshimiz Uyg'ur so'zlab tushandi deb o'qitishimiz rahmat. Matbuot chiqib qolganiga qo'yganiga. Endi o'sha maydonda Uyg'ur Sharq Turkiston futbol azamatlari bilan Tamil komandasi, Tibet komandasi o'ynayotgan musobaqada bir his qilganlaringni bizning komandaningki ortiqchiligi qaysi jihatlarda, kamchilik qaysi jihatlarda ekan, mush jihatdagi bir tecrübeni bir ortaklashgan bo'lsangiz. Eng avval Elişat sizden başlandık ya körbüşlerden başlayıp agensi ahir umurlaştıramsınız. Ama futbol komandanınki farkını mende eğer kalsanlar çünkü komandanın farkını men bekle yaxshi bilaman. Kelgen qo'llagan tomoshabinlarnikini mushe bag'an salaydan akımız bulamdı, köygen qarindoshlar bo'lsa, ular so'zlab bo'lsa bo'layman. Komanda to'g'riliq albatta farqi bek cho'ng. En addisi hammamiz tushunadigan shaklda desam, har bir komanda musobaqa jarayonida o'tirgan yeri bor, qolgan komanda sportchilar saqlaydigan terminlar turgan edi.
aya qarsaqlam qilamiz shu. Ularniki terner gruplardan ham eng az degani 4-5 adam bor. Ternerdan ham komandada futbolchilardan yana bir 6-7si bor, 8 bor degandek. Biznikidan qaraganda bizning terner 2 adam aya turadi. Men bilan yamri bir yerki bir qirinishimiz. Komanda futbolchilardan qartib 5 adamdan bor jami. Farqi shunda bir komanda degan u mashq qilish uchun menejerlar, u degan o'xshamaydigan doktorlar bo'lish kerak, maxsus medialar bo'lish kerak, u cho'ng bir kadr bo'lish kerak-ku. Ammo ularniki mayli Tibetdan bo'lamdi, mayli Tamanlon bo'lamdi, ularniki endi bu davlat komandani qurish bizdan endi jiqiliq tajribasi bor, qo'llab kelayotgan ish nimasi bor. Hisobatim yaxshi, shuningga farqi haqiqatan cho'ng. Masalan, Tamilning kiyib olgan kiyimlar hammasi cho'ng markalar, Adidas degan bu qimmat narsalar bizniki nima bo'lsa One All Sport degan bir sponsor chiqib qolgan to'p, bo'lmasa bizim shu do'kondan oldik. Izlab shurib, shuningga farqi bak cho'ng. Hamma jihatdan. Bizniki ya'ni uygundigan narsamizcha bu yaxshi dars bo'ldi. Kelaqtimiz bag'ani qanday tayyorlik qilishimiz kerak. Albatta hisob bo'lishdan qanday qilishimiz kerak degan narsa bor uygundigan. Futbol komanda to'liq shu farqi shunchaki. Rahmat. Ezep benim senin naq meydanı bor musobaqalarda. Siz bunu ko'rib ko'rdingiz. Sizniki shu komanda o'ttirsidagi farqli, masalan, bizning Sharq Ulusal komandasining xizmatlarining ortiqchiligi, ham taraflarni his qilganligingizni bir o'rtoqlashsangiz rahmat. Uni bir Sri Lanka Tamil komandasi bu qaysi davlat musul azroq Ben şu tuncu gündeki geçiş murasimi ve tuncu gündeki birinci günüm sahip katlaşamadım. İkinci ve üçüncü günü katlaştım. İkinci gün katlaşıp üçüncü gün işleyettim. Şu travma işini 2 saat baldır tüketip kaçtım. Yani işte ondan 2 saat verip optum evden. Bar işte hoş buldunuz bağlanım var. Yaxşı yeri o güne küçük başlandı o anda 2 deme saat 5 yerim başlandı. Mening ısqığınım ben bunu keprek şu ijtimoiy ve cemiyet mevqasi turib tahlil qildim. Endi futbolninki naq maydon o'zimning ko'rganim. Gerçi men endi futbol o'ynagango men ko'p ammo men kasb ahli emas bu sohaniki. Shunaqdimi o'zimni shaxsan kuzatganim. İkinci musobaqada Tibetlardan Uyg'ur komandasi Sharq Turkiston bu komandasi o'ynadi. Bu yerda mening ısqığınım Tibetlarni yaxshi mashq qildi, yosh ularmi yosh Tibetlarniki nimada qatnashgan o'ynagan bolalar. Ularmi yaxshi o'ynadi. Tibetlarga qaraganda aniqlam gar hujum qilishga urinib boqdi, ammo Uyg'ur komandasiga, Sharq komandasining o'ynagan bolalarniki har birisiniki o kunda nihoyatda kuchli keldi. Nihoyatda iqtidorni ko'rsatdi. Bir-biriga top pas berish, hujum qilish nihoyat ko'rinarli bo'ldi. Tibetlar masalan bo'libmi birinchi maydonda nihoyatda bir maydonda 4-0 qo'ydi odam Tibetlarni. Ikkinchisidan Tibetlar shundaqdimi, ikkinchisidami bizning komanda 2-0 ni oldi. Ikkinchisi birinchi maydonda hujumlab bizniki ikkinchi maydonda defens yani mudofaa holatiga yetib qoldi. Chunki bolalar charchadi. Shundaqdimi chiqib qoldi. Yaxshi o'ynadi ikkinchi maydonda. Uchinchisida bolalar charchagan aniq. Bolalarniki har bir shu yerga futbol o'ynagan bolalarning har birisiniki badan sifati, texnikasi nihoyat yaxshi mashq qilgan bolalar ekan. Nihoyat endi bu 3 kun uda, 4 kun uda to'xtamay o'ynash oson emas bolalarga. Ko'p bardashadi. Ammo meni 3-kun his-qilganim bolalar asosan mudofaa holatiga tushib qoldi. Bir ikki qatim topni hujum qilib baqdi asosan degandek o'zini qo'dash holatiga tushib qoldi bolalar. Ondan keyin o bolalar charchagandan keyin bizning bolalar maydon bak cho'ng. Bu bolalar bu yerga ikki qatim bolalar normal odam yuguramaydi ekan. Ba'zi vaqtlarda top kelganda bir bal qolgan ahvollar bo'ldi-da, shu nimaga Vartani qo'g'daydanni boshqa bir bal topni olib borganda pasportdan bolalar yo'q, qarshi tarafda bo'lib qoldi. Zat asosan
80% tamamla hücumni başladı. Asasen hücum. Şundaq nim qildi, köp kişide balla ama o kadar şamal mı təlini yazsa şərq şimalını, qərb şimalını kuştu şamal mı? Qaysı nimi varta amlaşqan halatda mı? Ularning dombaqlarının azam çoğ bulup ularninki fan, yani ularninki qolu uçuldu yaman köp. Her bir topni topni aqavatlı dombaqdan çelinip köydü olan meydanda. Biz bu to'lab qonimiz yerilib ketdi. U yerda bizning yaxshi 3-chi angarq final, yani angarq musobaqada ikkinchi kuni balkim 10 kun bo'lmaydi deymi? 10 odam yo'q ikkinchi kuni musobaqa. Uchinchi kunida Allohga shukr, ikkinchi kunda bir 50-60 ga yaqin qarindoshlarimiz kelib madad berdi. Ko'p tirishchilik ko'rsatdi bolalar. Demak, bu yer narsa 3-chi maydonda yana siqildim. Topni pas verish ve o'zaro strategiya yo'q bolalarda. Chunki o kuch bo'lmagan deb shartlagan bolalar onun asosida yo'q deb kelib qoldida. Biri-biriga tushib qoldi oxirgi vaqtlarda. Bu bir ojiz bo'ldi meni siqildim. Demak, bolalar eng muhim bir nima tushundik deganda bolalarningki shu ko'p mashq qilib berish kerak. Bolalar yana cho'qim o'ziniki ba iqtidori qanchalik yana endurance, yani qancha davomlashtira oladi shunday uzun musobalarda, qancha chiday oladi bolalar. Uning hammasi shu mashq to'xtamay shu mashq bilan kelgan eskanda bolalarniki. Aldiga biz eng charchagan holatlarda qanday qilib hech bo'lmasa bardan qo'g'dab qolay, qanday qilib topni kirgizmas bir amal qiladi. Nurg'un men Ilshad inimiz albatta kasbiy mutaxassis o'zi yaxshi bildi bu ishlarni. Mening bir tomoshabin sifatida his qildim. Balla köp çarçığını eniq balla asasen degandek topni hep badi ama tamıla qaraganda asas nayet üstüne yerlep ketdi. Men sığdım şu. Kichikdan bir narsani qistirib qo'ygim kelib qoldi, ama o 3-chi topdan boshlab biz 10 odam qarshi o'ynadik, chunki qiziq gaplarni chiqaradi biz tarafdagini. Şunun qabim siz degandek shu bolalar charchashpa bizning 3-chi maydon qolganda chiqib bolalar yardatdi. Ama şuna bo'lsa biz başladım dedim, otur meydan dedim, otur demleştim dedim. Keyin turgan vaqtimizda birinchi musobaqani deb kelayotgan musobaqaning natijasi qanday bo'lsin, biz bu yerda Sharq Turkistonliklarniki hech bir zaman oxirgi minutgacha voz kechmaydiganligimizni his qildirishimiz kerak. Mayli qancha ular uramda va biz qancha oldi bularni minutda tirishimiz kerak deb. Ya endi bu elqi masalan bu yerda haqiqatan deganingiz to'g'ri, nihoyatda normal holatda ko'rsatmaydigan pedagoglar bolalar xuddi oxirgi jon talashdi bolalar. Nihoyatda qattiq jon talashdi. Shu endi bolalarni kayfi ro'yxatini ko'rib turibmizda, u tarafdan bu taraf yurib ishga to'xtamay yuguradi-da bolalar. Ba'zi yetishmaydi, ammo nihoyatda ko'p tirishchilik ko'rsatdi. Ammo bu tirishchilik ustiga hozir yakun nima deganda, demak buni mening tushunchamda bir bolaninki xalqaro futbol musobaqasiga qatnashib shu natija elishi yoki shu tim, ya'ni shu gruppada nihoyatda loyihat bir her kuni necha 10 kilometr yugurib to'xtamay mashq qilish kerak ekan. Chunki badanning o'pka, muskul hammasi bunga bardosh berish kerak ekanda bolalar. Bolalar egiz sog'lom. Ammo mening his qilganim yana bu ta'minlarga qaraganda ular balki aramasam agar bolalar texnik mukammal, ko'p pedagoglik ko'rsatib, ko'p mashq qildi. Ammo demak bundan qattiq mashq qilish kerak ekan bolalar. Texnik ko'p qolishimiz kerak ekan bolalarni. Sharoitga yarashib shu narsa shu nuqtani men tushundim. Rahmat, bu tamillar bu qaysi davlatdan mustamlik ostida? Bu tamillar Sri Lanka davlatining mustamlik. Sri Lanka bu Hindistonning janubiy kichkina bir davlat, 22 million nufusi bor bir orol. Xitoy bilan bo'lgan munosabatim yaqin. Bu Sri Lankaning hammasi bo'lsin Britaniya imperiyasida. Bu Angliyaga, Buyuk Britaniyaga, bu Hindistondagi, ya'ni Asianlar deydi. İngilizce Asia'da her gün bu Asya'nın başlayatın faqatlam Hindiston, Pakistan kelganlar, Asia'da Bangladeshdan kelganlar. Uqum boshqa. Bu hamda Britaniya imperiyasininki mustamlik bo'lgan davlatlar. Bu 1960-70-yillarda shu urushdan keyingi vaqtlarda Britaniyani qayta qurishda shu Jamayka, shu Karibiyan, ya'ni Latin Amerikasi va shu buyuk Hindiston,
Bengal, Pokistonda yomon ko'p ish bo'lgan ekan. Shu vaqtda nihoyat ko'p kelgan ekan. Bengalliklarmi Bangladesh, Bengal. Bengalda kelgan soni 1 million oshadi. Pokistonda kelgan 1 necha million shu Londonniki masalan hozir 40% ortiqroq chet elliklarda bu chet elliklarniki 60% Osiyoliklar egallaydi-da. Osiyolik undan keyin qarmaylar. Nihoyat ko'p bularning soni. Demak, bu yer bir narsa biz 90'lardan kiri chet elga kirib chet elga aran chiqargan Uyg'ur ta'lim Abdurashid Qarloq apandiga ta'laylik Uyg'urlar chiqarganlarda. Demak, buni ko'rdik masalan. Xitoyda misol Xitoyning diaspora, ya'ni muhojir Xitoylar cho'nqoqdan chiqqan Xitoylar qancha? Necha 200 million, 300 million va o'ylaylik. Har bir chunki sharoit har bir insonga kamiyat yaxshi sharoitlar. G'arb afzalligidan foydalanadi. Bu shu bir statistikasini ko'rsam, bu shu Turkiya Cumhuriyatidan shu vaqtlarda Buyuk Britaniya, Osiyo, Hindistondan qabulgan bo'lsa, Germaniya Turkiyadan qabulgan ishchilarni. Turkiyada shu 4 million yoki 5 million inson bo'lishi mumkin, Turkiyada yashagan ishchilar Germaniya yashagan. Bir statistika ko'rsatib, bir 10 yil oldin statistikada Turkiyaninki yarim yillik GDP'sini faqat Germaniya turklar avatga pulini qamdaydi ekanda Turkiya. O'ylab boqaylik. Hamma vaqt kelgan iqtisod belgilaydi, talantlar belgilaydi. Chunki afzal sharoitlarni bular to'liq foydalangan. Agar biz tasavvur qilaylik 100 ming Uyg'ur Angliyada yashasa deb boqaylik, qanday Germaniyada bilishimiz Germaniyada ben 99 kelgan 1,5 ming Uyg'ur bordi. Germaniyada 200 yashagan minut. Hozir balkim aşamadı. Belki 2,5 ming aran Uyg'ur bor Germaniyada. Ko'proq Uyg'ur olsa ko'pincha Kanada bilan Skandinaviya, Shimoliy Yevropa davlatlar biroz ko'proq Hollandiyada. Yo'q Uyg'urlar diaspora muhojir Uyg'urlar az. Şu bu nüfus siyasi iqtisodiy nüfusimiz belgiledi vaqt kelganda. Avustralya'nı unutib qolmang. Avustraliyada biz 5 ming Avstraliya Yevropa merkez kuvvetimiz albatta Avstraliya hamda eng avvalgi eng dastlabki Uyg'urlar 1980-yilda birinchi davr Uyg'urlar chiqqan ya. qadimki hozirgi zamonda qadimki bir Uyg'ur diaspora muhojir to'plami. Chunki 70-yillar o'sha Germaniyaga Anvar akamlar kelishni boshlagan bo'lsa, dastlab boshlab bergan bo'lsa, Amerikada G'ulomdin akam rahmatlik. Undan keyingi ko'p sonda kelgan shu Avstraliya. Ular Turkiya 50-yillar, 40-yillarni hisoblaymiz. Demak, nihoyat ayon hammamizni ko'nglimizga ayon. Demak, bu muhojiratda shu milliy toplumimizni qurish, jamiyatimizni qurish, o'zimizni kuchlantirish bu nihoyat muhim narsa. Ba'zi shunday o'ylab ketaman. Bu butun Yevropadagi Uyg'urlar u yerga 2 ming Uyg'ur, bu yerga Londonda 5 ming yashashgan bir yerga bir 50 ming Uyg'ur bo'lib qolgan bo'lsa, kuchimiz boshlab ketadi. Jamiyat shakllanadi u yerda. Bu nuqtada Abdul Qarloq apandi Abdurashid Qarloq bilan texnik yaxshi bildi bu nuqtani. Şimdi shu narsa shakllantiramay qoldi. Bu odam shakllanmaydi ekan. Uni qaramasdan bu nihoyat yaxshi misoli Adelaydagi Avstraliyadagi Uyg'ur jamoati bilan nihoyat yaxshi maktablar bor. Izchil shakl bo'lganda bir jamiyat. Demak, cho'g'ida futbol musobaqasi buniki albatta muhojiratdagi diaspora Uyg'ur to'plami shu har bir davlatda nihoyat muhim rol o'ynaydi. Nihoyat muhim rol o'ynaydi. Bir narsa ketib qo'ygim kelib qoldi. Albatta necha bizda necha masalan 100 ming Uyg'ur bir yerda yashashimiz hozirgi mavjud diasporada yashayotgan barliq Sharq Turkistonlarning noposi bu Sharq Turkiston ulusal komandaga sponsor qiladigidek odam soni yetarli emas-ku. Ammo faqat masalan bu vaqtda hamda yordam keldi yaxshi, ammo biz kutgandek xuddi men 5 yil to'xtamay davatganda programlarda bütün dünyada 500 adam çıkan olsa 100 euro berelediğin 500 adam çıkan olsa da diyen tok. Ama o 500 adam emlet çıkamaz ko. Mesela Amerika'da kançık Uygur yaşaydı. Bu Avrupa'da 500 adam katli sanamaz. Hem bu 500 adamga her birisi gibi 100 euro çıkarış o mu bir test mesele olayım. Çünkü Avrupa'da yaşadığımız o biz aile bilen bir tamak yap kesek lan.
bu 100 euro, 150 euro, 200 euro. To'g'ri Ilshad. Bunga bu endi birdan bir apsulanayotgan ish. Shunda bo'lsa yanada yetarlik bo'ldi deyman. Hani bundan keyin texmo yaxshi bo'lsa deb umidlik turyapman-da, ya'ni shu. Albatta biz umidlik bu yerda, hamda bu yerda ikki xil mantiq borda bu yerda. Albatta u masalan Amerikada olsun, tarqaq hamma davlatlar yashagandan keyin Uyg'urlar nurg'un bizniki dastlab men 3-chi qatim deyman-da, bizda nopusni belgilaydi. Har qanday bir davlatda nopusimiz bo'lsa, ko'p bo'lsa, nima Qozog'istonda 4 parlament a'zosi bor Ostonada. Uyg'urning 4 parlament a'zosi bor Qozog'istonda. 65 Uyg'ur maktabi bor. Teatri bor, nurg'un nimalar bor. Nima shaklda Uyg'urlar qo'yish bilan e'tirof qilingan 4-chi osonliq millat Qozog'iston 120 millatning ichida Uyg'urlar. Demak, bu yerda bo'layotgan narsa, masalan, agar nopozimiz bir davlat shaklida hech bir siyosiy imtiyoz bilan shakllanadi davlatda. Bu muhim narsa. Turkiyada Uyg'urlar shakllantiramadi shuni. Deyotgan ma'vo. Albatta biz 21 asrda yashayapmiz, digital bir davrda yashayapmiz. Ammo pul yig'ib, ba'zi harakatlar qilib bo'ldi, ammo unum bo'lmaydi. Buni ko'ryapmiz, siyosiy harakatlarimizni ko'ryapmiz masalan. Siyosiy harakatlarimizni ko'ryapmiz. Turkiyadagilar o'ziga tortadi, Amerikaliklar o'ziga tortadi, bir narsa da talashlamni shuni kelib chiqdi. Bir davlat masalan Nurgul Avstraliya yashayotdi. O'zining ahvolini nayt yaxshi, bu Amerika ahvollarini nayt notayin. Men London ahvolini yaxshi bilishim. Demak, bu yerda bir davlat yashagandan keyin odam farq ko'payib maqdi. Chunki u bir davlat o'xshamaydigan tartiblar bor, nimalar bor. Haqiqiy Uyg'urlarda haqiqiy bir mukammal bir millat shakli bilan rasmiy internasionalizm, ya'ni bir internasional xalqaroliq bir nima bo'lishda shakllanmadi Uyg'urlarda. Odatda hozir qancha g'arb yashayotgan Uyg'urlar Qozog'iston Uyg'urlar ahvolini biladi, O'zbekiston Uyg'urlar ahvolini biladi. Turkiyada shunda bu zo'r gap bu. Bu nihoyatda qadam osti bir ijtimoiy masala bu hamda. Buni shu ham o'zimizniki nima deymiz, shu zulmniki natijasida necha asrlab hokimiyatlar ichida qamab, xalqimiz dunyoda ayirib, bir siyosiy qismatlarimiz shakllandi. Hozir davom etadi bu ishlar. Endi mush nuqtadan aytyapman-da bu narsalar. Rahmat hamda shu Nahmay xo'sh Nurgul xonim sizning gapingiz. Ben Michel bir nuqtani qo'shib qo'yay. Chunki rost degan to'g'ri, biz dunyoning hamma yerida tarqalib yashayapmiz. Mishalki bugun deyilgan tema ham biz miyadan ulusal ideologiyaning, ulusal birlikning nima uchun muhimligi hammani yug'urib kelsak dal shu. Mayli men Avstraliyada yashay, mayli Abdurashid Turkiyada yashasin, Abdusalom nimada yashasin, bizniki Ilshadimiz Gollandiyada, siz Gollandiyada yashang. Biz agar shu bir nuqtani chin yetishtirib, shuni mukammal qilamasak, menga mushlar terilib yurimiz-ku. Degan gap to'g'ri. Masalan, 500 odam 100 eurodan chiqargan bo'lsa, 50 ming euro degan obayda yig'ilib bo'ladi. 100 odam shu 100 eurodan chiqargani shunchalik odam yo'qmi bizning oramizda? Bor. Meyedagi masala u odamning ozligi, ko'pligi emas. Meyedagi uyushqoqlik, birlik, yoqimsa birga kelishamaslikda. Bizning oramizdagi bo'lgunchilik, terqchilikniki shunchalar cho'ngligi ham kichik tashkilotchilik ideologiyasiniki ig'irligida bu bir bizga vabochi hozir. Nemichiq tashkilotchiq. Shu odamlarni kontrol qilayotgan gap. Men boshqasi bilan ko'rim yo'q. Men Avstraliyada yashayaptim. Avstraliyaning o'z nimasini olsam, Avstraliyadan shu 100 euro bera oladigan 100 odam olmay chiqdi. Lekin mayada tashkilot ayrimchilik bilan tashkilotchining bosqinchiligi tufaylidan yilg'u 150 ga 50 odam chiqmadi Avstraliyadan. Shu meni night afsuslantirdi. Shunga miyada bizningki o'zimizning ichki qismidagi salbiy mandaq kuchlarningki o'zimizning buningdan keyingi taraqqiyotimizga qanchalik salbiy aks ta'sir ko'rsatganligini bizlarga yushmasligimiz kerak-ku. Oldi bilan xatoligimizni bilishimiz kerak. Xatolikni, sabablikni ko'rib yetganda ondan uningga bir sabab izlaymiz. Rahmat. Rahmat. Endi shu Salayni apamiz Nahmaydan bu abatim Ilshadni deb keldi. Sizlarni telefonni bilan chiqqandan o'zingizmi azroq nima dedingiz?
siz 3 gün balalarınızdan mektepkindimi Garip devletler mektepten kalagancha ip kagılamaydı da balalarını bırakın sorgulamaydı tatil başka mekteplarda bunda. Ana şu 3 gün balalarına şu musabık ekilip aşağı katnaştırıp balalarınızdan tangsın aşağı bizning şeriften devlet bayrağımızı kötürüp aş meydanda musabık jarayonida 3 komandani o'zaro selishtigan vaqtdagi o'zingizni o'ylaganlarni o'rtoqlashgan bo'lsangiz. Rahmat. Hem akıma. Ballani meselesi gelsek, ballani elhamdülillah nadir tor dünyasında olgan dikken meyil biz qaysi devletde bulaylı. Özümüzdeki ana til mektebimizde okutuş şaraitimiz var. Hatta bir işgatim olsun. Okutup kıygan dikken özümüzdeki milli medeniyetimiz, devlet her cihatın yaxşı terbiyelilik valla. Muşna Şarkı Türkistan Ulusal Futbol Komandası bakken diken dikenlerden valla biz basak oldu da deyip menden burun yalvarıp durdu. Vay boldu balam. Ben dünyada kança olsak bir gün soğuğun oldu en azından amal yok. Yani biz mecbur olmamız deyip şu ballarım kesel azra kızvatı degen ki işkin dermasın dedi. Maqı deyip işkin degen bir olsak yanı ballarım mı yanı baraylılar kandak kılıp bozu. Yan telefon kılıp baltak sakaymen dedi. Appadı. Bu mesele tügüde hem de mavu nime mavu Şarkı Türkistan Ulusal Komandamız gelsek bulanı men mundalam aktarıp atsam mesela o karıştırıp işki komanda bola qanchalik tarix va uni bilib ketmadim lekin 2023 bola o'ynab o'tgan kon ifade o'ynab o'tgan undan burun yani qancha qoldi maqsad kona ularniki bizga nisbatan iqtisodiy jihatdan siyosiy jihatdan kuchli hamda hozir mana nupusni dedik hamda boshqa hamma jihatdan kuchli ekan shularga nisbatan tunji qatimish bolalarning qatnashiga nisbatan cho'ng g'alaba bo'ldi agarda shu hozir iqtisodiy jihatda dedik ola qancha bizning sonimiz aziz olsun ma iqtisodni mush bola talab qilgandan oshirib biz biralay to'qmish muhojiratdagi uyg'urlar agar shu azroqlam bir kalimizni silkib mushuni zo'ril bilgan bo'lsak bu bagil bo'ladi biremigidek iqtisod emas u hattoki bir qancha boy kilova 10 mingdan chiqaraylik desam bir necha demdan qilitalaydi uni hech qanday to'saqsiz qiyg'inil bu chet elda unda qo'rqib ketgan ish yo'q bu tijoratimda ta'siri tam andamanda degan ish yo'q o'namda unchalik saviyaga yetmaga o'xshaymiz bo'lmay qoldi afsus shu o'zidan bolalarning tunji qatnashishiga nisbatan o'zidan burunqi peshqadam komandalar qarshi qatnashgandan keyin hech bo'lmagan vaqtida hafta 10 kun burun bir yak yig'ilib chunki har xil davlatlardan kelgandan keyin hafta 10 kun bo'lsin birsi bilan bir o'ynab moslashib biz yaxshi tushunyapsiz bo'lsin Nəhayət əfsus bo'lmay qoldi. Hatta İlşat yenimiz degandek ba'zi bolalarni plan qilib ekkilay desa, o yaltayganlik sababidan bir hukumimizdan paramazsam aka çarşamba kuni keldim deydi. Voy hukum nima shunday qildingiz desam, endi qo'limda pasport yo'q. Chiroqdak mutqa aran ulgurib çarşamba keldim degandan nayron qoldim. Bolalarni hech qanday bizniki andamanda deb og'rigan nimamiz yo'q. Bolalar nəhayət yaxshi o'ynadi, ammo o'zimiz oldidan o'zimiz yaxshi qo'llayolmadik maqatim. Ananki mavu futbol oynash masalasida men shu Sharq Turkiston Ulusal Komandasi o'g'ach ashundaq zadi qizg'in qatnashishni bilmayli nima bilan ikkili bir nima qilgancha so'yak kirib bolalarimni osmonga chiqib ketgan endi jimtiron chiqqan so'zam desam unda qilsaydi o'zimizning Sharq Turkiston Ulusal Komandasi o'g'alik uchun ashuna qatnashdim futbol nimasidan nima bo'lmasimi ashada vaqirab dedim bolalarni va ukam qo'shilib ketay keyingi pas qilmanglar yangi pas udil Qaysiribning maydonda o'ynang deb turdim vaqirab ketdim Qaysiribning maydonda o'ynang herkes o'zimizning maydonni nishon qilaman deb yaxshi bo'ldi endi bularni shu kona shu nimaga nisbatan o'zimizda yetarli qo'llanmagan holatda bularni g'albisi yaxshi bo'ldi. Endi bular bir ta'til kelib qolgan ish, har ikkili komanda 2 kun o'ynasa, bir kun aramaladi. Bu bola unda qo'ymay qoldi. 3 kun udalim qanday o'rlashtirish bo'lib qoldi bu bilmadim. Juma kelgan vaqtida bo'lmanda qarsam ba'zilar futbolni so'rayotdi, oqsaganda qildi. Hammasiniki chiroyli shunda qarg'iliq qilgan. Men bo'ldi desam, biz futim og'riyotdi deydi, biz qolib ketdi. Oshna holatda yana amal yo'q shu bolalar qatnashinglar. Anandan keyin mavu masalan Tibetninkida kelgan vaqtida 4-6 o'ynagan vaqtida oxaqninki nim bo'ldi u kamerasi mumkin ishlamay qoldi ama ayzay sapendi man naq maydonga ishlamay degan keyin chiqdim va danglamani nim biz mollar 4-0 qilgan biz bolla gol to'pilgancha nim bu xaqning kamerasi ishlamay deb chiqdim va dangla desak nim bo'ldi ekan tan vaqt o'ngishlanmadi naq maydon taqtamidi. Ve bir boşluk nima degan vaqtida hech bo'lmaganda o'zimizning shundaq vaqtida
Aşağımda kol telefonda emas. Kol telefonda olsun elhamdülillah ma taqiq etganning yaxshi bo'ldi. Aş resmi aşna muxbirlik salohiyatidan kamera bilan qilalish kerak. Qarshi tarafdan netsin bir emas, bir qancha narsa ko'rdik. Aşna qilishimiz kerak, kamchilikni bundan keyin tuzish kerak. Anandan keyin ma 3-chi kuni ma ta'minlikki masalasi kelsak, bola u kuni xuddi qara qilayotgandek cho'qim shuna utish kerak bo'lgandeklam tayyorlik bilan kelibdi ular. Aş futboldan boshqa daqudun baqlar mening qo'limda kelgan bo'lsa to'xtab, dumbaqangni to'xtatib, eg'izing bilan isqartamsa, sharatlamsa qanday sharatlasang sharatlamda, ma dumbaqang manda satchamma deydi mening qo'limda kelgan bo'lsa. Ovoz bek yuqori. Unda dumbaqnanki ularning o'zining milliy shijoati bo'lgan ekan, o'zining odamga nisbatan shunda rag'bat bo'lganlar qarshilaridan bek qattiq zar bo'ldi-chi u. Unda oldi shuningla anandagi ma'vo nimaninki Hem de o meydanını qandaq tapdı, kimda tapdı, onu ben bilmedim. Ala kuchli qo'ygan ekan, shular tapdimi? Ternilar qanda o'rlashtirdi, onu bilmedim. Nemen referlarni. 3-chi kuni hammalar men emas, menlar emasmi, aşağı tomoshabinlarning hammalar bildik salayotgan nima adolatsizlik paydo bo'lib qoldi-chi. Referlar boshqarayotganlar bizning bolalarga nisbatan sal adolatsizlik qilib qo'ydi. Bizim vallahi qilib vajan deb injiqlab juysimi, gap qilmay al qarshi to'pini ketib al biz qanday qilib beji qilib qo'yg'ichi, ya'ni xatolikni bizim vallahi qo'yapchi. Ashnaq bo'lgan ishlar bo'ldi. Oxir satda Elshad hukumimiz chidamay nish munda qilsan deb gaplar tarishganda Elshadni chiqarib etdi. Aynan naqsizliklar bo'ldi-chi. Endi buningki nima uchun undaq bo'ldi, men uning sababini bilmayman. Bundan keyin ashnaq dunyo lo'nqisini tarishgan vaqtida aşnaq ishlarninki qandaq oldini olamiz, nima uchun bundaq bo'ldi, nima uchun naqsizlik bo'ldi deb aşnaq ishlarni tadbir ko'rinish kerak. Ammo maqatanki musobaqadan keyin hamda xalqimiz silkindi. Dastlabda nima bo'ldi, qoldim nima bo'ldi? Ma musobaqadan keyin ma o nimadan qarasak, ma medialardan qarasak, bundan keyin silkindi. Bundan keyin yaxshi bir nima qiladi, yordam qiladi, iqtisod jihatdan har jihatdan yaxshi qo'llaydi deb umid qilaman inshaalloh. Rahmat. Ben müşü o'xshash komandal to'g'risida ikki qiz gapni qo'shib qo'yay. Ben şahsen mush bizning komandaning mushunchalik tayyorlik bilan berib, aşı natija erishganiga men aslında aytsam ishonmayman-ku. Qilmaydi deb men yordam qilgan bo'lsam-mu, bo'ldi aş qatnashshalasizlar bo'ldi kupaya degan aşı umidda bo'lgan men boshlaganda. Lekin hozir mushunchalik natijadan qaytib kelganiga men barakalloh aytaman. Endi bayan dedi-ku, tamil bilan tenkilamaymiz. Mayli iqtisodiyotda bo'lsa, odam kuchi u bu narsa u bir chetib tursin. Biz Tibetliklar bilan o'xshash bir aşı Xitoyninki asoratidagi Tibetlikni silishtirsak, biz Tibetlikning bergan mablag' tayyorligi aşının əmisi işləən Tibetliyin yerimi qıb dəngiləməyimiz. Gəpini qısqısa mı o? Mən çünki Tibetliyin nəçərək məbləğ atıdığanlığını qançərək sistemlik aşı nima komanda əzalarını birəyə köp tayarlıqlığa naid yapışdırma. Bəs oldu mən. Aşının silişdiğən çağda bizning komanda 3 gün arana tayarlıqla aşınçak nəticə geriş. Mən şunun silişdiğən çağda bu güzel deb qarayım. Yəni yeni bir nəsə Aş Konifa'nın içinde West Papua mı vardı? West Papua mı Avustralya'da? Onun men inayet yaxşı bilmem. West Papua'nın aktivistler hemen aslında nayet koyuk alakam var. Aşılarının içinde de nurgun aş meblağ nurgun tayarlığı var. Aşılar nime aş Konifa kanış salaydı erişemdi bu kadar. Lekin biz eriştik. Şuna meyede netice mi doğru yakın çıkarışımız gerek. Severliklerini mi kürüşümüz gerek. Şunun bilan bir vaqtda mayada biz bir potential var. Hammamiz bir yerga kelib, hammamiz yanama yaxshi bu xizmatni qila oladigancha. Shunga mushu nuqtaga kelgan chaqda biz sal o'zimizning komandasidagi mushu yoshlarga nisbatan sal odilroq hukm chiqarsa degan umiddaman. Rahmat. Rahmat. Abdushumalim, sizningki bu vaqtda bir qo'yilganlaringiz bo'lsa bir o'rtoqlashsangiz. 3 komanda haqida. Ben deydigan gaplarni ko'pchilik deb bo'ldi. Qo'shimcham shu, bayan Tamilning, Tibetning umumiy nufusi, andan keyin ularning iqtisodiy va boshqa ahvollari haqida to'liq ma'lumot berildi.
Hem bizimki Tibetlikler bilen biz hiçbir seviyede seliştirulgusuz ahvalda ekenligimizin bilişimiz gerek. Çünkü Tibetliklerinki bir Hindistan'da sürgündü devleti var. Hükümet emez. Bizimki de işçi puşqağalı hükümet kurup cümleydi. Yani mukum bir kabinet muntazam bir hükümete hamçoti hemen nersi var. Nepal'dakilerden koşup gelgen milyonlarca nüfus var diasporada Tibetliklerinin. Ama şunda bir karşımızda komandırdan bayan deyilgendek bizimki kısa vakitte tayarlık yetersiz imkaniyetlerden bu neticeye erişkenlikinin özü bizge şunu deydi. Bu millette ümit var. Yeter ki biz işinili, yeter ki biz tevekkül kılılı çokum netice alalayımız. Yani şunu unutmayla biz netice itibariyle biz Türklerininki teşkilatlanış enisi de onluk sisteme deydiğen nersi var. Onluk sistemi de 15'i mühim, 105'i mühim, 1000 başı mühim ve başbuğ mühim. Eğer bizim Turpan tekstleri var 8. 9. asırga ait dedi ki bir top koyga arıslan baş bulursa diyor hemisi arıslan buludu dedi. Eğer bir top arıslanga bir koyunu baş koysa hemisi koyu yok gidiyor dedi. Bizimki emniyette teşkilatlanış bizimki kurulmamızını davetken bir yekün bu idik tekstlerdeki. Şu an bizde komandan mühim. Eğer komandan 10 başı, 100 başı, 1000 başı cigir var, gurur var, vicdanı var bulduğun bolsa onun astındaki 10 başının astındaki 10 asker hemisi böğrü olur. Eğer 15'i ahlaksız bulduğun bolsa, zeypan olduğun bolsa ağlım şu aşının kılmayana pitip kalır. Bu bizimki sosyologiyemiz muşunda. Şu an bir yerde şu ilişat inemiz veya ki başka bu sahadaki 15'i 105'i olan başlarınki mesuliyet mecburiyetleri ulanın mensubiyeti de mehbi. Şu an bunu kılalığın komanda veya ki bu gruppa kişilerinin yaratkan neticesi bizge başka sahalerde iş kılıvatkallığı bir meşal buluşu mümkün. İbret edişimiz gerek, işimiz gerek, özümüzün içinden çıkan insanların kabul kılışımız, hakkını verişimiz ve konuşumuz gerek. Bu inillerimizi yaratma Ronaldinho'nun peşinden koşsak biz yürüyüp yüksek biz nimbok etmeyimiz Portekiz'e ki başka ok etmemiz. Yani biz şu teknikallık tarımlık. Şu an biz özümüzünkinin kadını kılıp, kabul kılıp, bizimkiler en yaxşı. Bunun arkası da təqidimi yaxşı netice yaratish üçün ama sahadikiler xuddi Salayettin öz kılalığını kıyğandek, Aziz Efendim öz kılalığını, Nurgül kılalığını kılğandek, Abdurrahimcan Gani. Keşke Abdurrahimcan Gani'nin Uygur çayxanasının bir stüdyosu olan bolsa, ayrım bir kameramanım olan bolsa, yeterlik meblağ olan bolsa, naq meydan koyup 3-4 yerden kameranı kurup resmi profesyonel şekilde buna dünya takatkan bolsa idi. Bunu kılalıqdek bizimki medyamız bağımıtı bağ. 10-15 edem işletilgen medyalar var Türkiye'de başka yerde. İnşallah bula hicalet duygusu bilen, eğer vicdanları, imanları salamet olsa aldığımızdaki musabıkalarda bunu dünyaya, halkımızga taqta degan ümitimi. İşinimiz, ümit varmız ve bu yaşla kıldı ve kılalaydı. Rahmet. Rahmet. Bugün programımız bir alaydır programı hem arasında vaqt uzarıp kaldı erkerek bir paran olsun dep yaxşı ketip atıdı. Yani bir iki sual kep kaldı. Şu köpçülük mü rahmet sizge vaqtınız
Vay Abdurrahimcan bu çayxandım çayını ne çıkarttım demlenip oldu. 2,5 saat oldu. Hey. Mühim bir sual kelip kaldı. Mühim bir sual. Kıtım demlap bulduk çayını. Abdurrahimcan. Demleyimiz. Yani dijital dünyada şöyle bakalım. Demlatımız. Yani bir sual. Diasporadaki Şarkı Türkistan ulusal futbolçularının terakki kıldırışının diasporadaki Uygur kimlikine yani Şarkı Türkistan milli kimliğini qoğdashda qanday roli var? Xo'sh, buni eng avval yana bu Şarkı Türk ulusal komandasi qurg'uchi Ilshad Islomdan bir boshlaydi. Ya ben bir qo'shimcha qilay. Menimcha bu savolning javobi ne chiqatdim hammamiz tarafidan deyilib bo'ldi deb o'ylayman. Agar kam qolgan yer bo'lsa Shundoq qarayman. Javob berilib Bunda bo'lsa eng oxirgi yana bir nimasi zammimiz ko'ryapmiz. Yashayotganimiz asosan g'arb davlatlarida Abdushumalov Turkiyada hamma yer ko'ryapmiz. Bu g'arb davlatlarida nayadlab qolib qolsin endi bu tantarbiya ishlari shunda bu millat bek ahamiyat bergan davlatdan tortib oddiy fuqaro xalqcha atrofimizga qarasak qayoqqa qarasak tantarbiya qilsanlari futbol u bu degandek demisinde hammasininkini. Ammo gollandilikning deyilki erning hammasi er demaymiz. Erning eng mo'ch top tepadi deb buni men til o'rgatgan vaqtimda til o'qitish xonimashlar bir deb berganda men bu gap esimga qolib qolibdi. Unda qolib qolsa, mush futbolniki sehr kuchi zor nada? Bu qadar odam jalb qiladi ekan, ko'ryapmizda. Men de o'zim futbol havaskor emas, ancha-muncha ko'rabmi qo'yman. Mush futbolning zot inson bu qadar jalb qilishdiki bir sehr kuch nada? Xo'sh, Ilshad sizdan boshlaylik. Siz ham kasbiy futbolchi bo'lgandan keyin Ya bu futbolda albatta men o'zim yaxshi ko'rgan bir narsa birinchi bo'lib, kishi vaqtimizda ashnamoyda cho'ng bo'lib kelamiz. Ham bizning qinimizdan bor deb o'ylayman. Ham bu futbol faqatlam bu futbol musobaqalardan tugaydigan bir narsa emas. Shu bu normal turmushda masalan hayot bir kichik bolaga, yosh bolaga nurg'un narsa o'rgatadigan bo'lgan narsa. Hatto bu futbol komanda degan narsa nurg'un tashkilotlarga, nurg'un hozir o'zimizga tashkilotlarga o'rnak bo'la oladigan bir narsa bo'ladi shu. Aldidan bir kichik bolaga nimalarni o'rgatadi bu degan vaqtida bu bir guruh birga harakat qilmoqchi bu kuchli qilolmaysa degan bir narsa o'rgatadi. Sen yolg'iz 1000 yaxshi o'ynab ketsanmi, Ronaldo deydi, Messi deydi. Ular 1000 yaxshi o'ynab ketsinmi, atrofdagi odamlar bilan tam moslashib o'ynasa, u erishmoqchi bo'lgan natijaga erishamaydi. Shuni bu degan bir teamwork, bu degan bir deymiz, birlik, bir oila qiritadigan bir narsa shu bu. Bizning da'voga qanday bir o'rnak bo'la oladi, bu oddiy bir kallam bilan da'votim albatta ustozlarga yaxshi tushuntirish mumkin. Da'voga nima foizdan kelib bu futbol degan vaqtda buning go'zalligi nima? Ya'ni Sharq Turkiston ulusal komandining go'zalligi nima? Faqatlam bayram ko'tarib sahnga chiqdik emas, xalqaro sahna emas. Hatto nurg'un xalqimizga, nurg'un tashkilotlarga balkim cho'ng bir ishni o'rgandek bo'lamiz. Chunki mushu futbol komandining ichida yetakchilar bo'lamdi, trenerlar bilan futbolchilar bo'lamdi. Hammamizniki siyosiy ko'z qarashimiz o'xshamaydi. Hammamiz mandat deydigan, hammamiz anda deydigan bolalar emas. Ammo musobaqaga kelgan vaqtimiz, ya'ni Sharq Turkiston uchun o'ynaymiz, Sharq Turkiston bayroq uchun o'ynaymiz, shahidlarimiz uchun shu narsa sahnaga chiqamiz deydigan vaqtimizda hammamiz o'zimizniki shaxsiy siyosiy ko'z qarashni bir yon qo'yib qo'yib, faqatlam birla nishonga mangdi. U bo'lsa Sharq Turkistonning bayrog'ini ko'tarish, Sharq Turkistonning marshini, Sharq Turkiston kimligini sahnada, top maydonda, yeshil maydonda ko'z bo'ldi. Shunga bu endi gerçi men bu ancha-muncha namoyishlarga yo'lsa tashkilotlarga chiqarish qilma. Hatta boshqa o'zimizning bo'lamdi, boshqalarning bo'lamdi. Kamchilik bor. Kamchilik shu futbol komandasi, shu ulusal komanda qilamayotgan narsalarni qilayotgan narsani nurg'un tashkilotlar qilamayapti demoqchi. Shunga faqatlam umidim bu futbolning go'zalligi bir dars bo'lib qilishni umid qilaman. Nurg'un xalqimizga, nurg'un tashkilotlarga. Albatta bu faqatlam ojizona bir kichik bir taklifim albatta. Chunki haqiqatan bolalarning ichida ben so'zlaydigan Uyg'uriston deydiganlar bor, u bu deydiganlar bor. Lekin shu birinchi kun ben degandek birinchi kun ta'kidlam biz Konifaga Sharq Turkistonda deb qabul bo'lib bo'ldik. Sharq Turkiston deb bizni qabul qildi. Qatlashgan musobaqamiz davlat temsil qilib borgan bo'ldik. Sizlarningki o'xshamaydigan so'zni ishlatib chaqirishni hurmat qilaman, lekin buni hozir qilmaymiz. Hozir balqildan birlam ism bilan, birlam nishon bilan, birlam yo'l bilan mangamiz. Uni cho'qim qabul qilishinglar kerak desa, hatto intervyu bergan yosh bolalarni ko'ringlar.
Ular men bilan o'xshash siyosiy ideya o'xshash bolalar emas. Ammo so'zlaganda nima so'zildi? Shahar Turkiston, East Turkey, we made East Turkistan proud dedi. Yani o gapdan anlab ben yana bütün bedenlerim tiken bo'lib ketdi-da. Çünkü her bir vazifani bergan vaqtida qilamu qilmas bu deydigan bir narsa bor-chi. Hatto ham jonli naq maydon bo'lgan ekan unutib qolamiz deb ansirdim. Hamma bolalar maşallah hammasi shuni deb ma'lum shuningga ümid qilamanki bütün tashkilotlar, bütün xalqimiz, bütün hammamiz vatan degan shuni as kelgan vaqtida avtomatik bir yerga keladigan bir nuqtamiz bor. Onu işitme. Bu birlik kelayli deganim hammamiz bir tashkilot bo'layli degan gap emas albatta. Bir nuqta tushunish uchun boshda bir erishaylik, qolgan narsalarni keyin oldirmaydi deyishyosan. Shuni deb qo'yayım. Rahmat. Unda Selman'la muşturuq fikringiz futbolniki bu kadar sekir kuchi qayerda? Ezep enem siz gibi. Angliya'nın en küçük futbolcular yığılgan bir yer. Rahmat bu soruğunuz için. Futbol bu yani ötken asırdaki ve bu asırdaki kaçan bu ehtimal iznim kömüdüm ama ben şahsen bilediğim bu insaniyetninki ötken gelse bu asırdaki yani bütün hayat müsabakasındaki en canlılık, en köp enerjiye talep kılıdığan naiti keskin bir tenterbiyat türü. Çünkü bu nait köp maharetini ölçü aladı. Bir yer utuş oladı, utuluş oladı. Nait o katlaşkan bu futbolcu mu nait köp meşgul kılış gerek, nait köp talınış gerek, tayarlık kılış gerek. Bu mesela dünyada belki nurgun insanlardan sorsanlar futbolda mı kızık, futbolda mı keskin bir musabık yok deydi. Benim uyumdan 15 bin yılda Arsenal var. Arsenal bilisizler. Angliya ikki narsadan tunuldu dünya hazır. Bugünkü zaman, hazırlık zaman dünya tarafı qanday oynatını hiç kim kısmaydı. Poyzni kaçan yasada Angliyada, palanı cinayetler kanunu kaçan tüzde Angliya onu kısmayınız. İnsanların bildiğin hazır, ikki narsani bildi Angliya için. Biri İngiliz tili, yani bir futbol. Angliyanınki ak cross. Bu İngiliz'in bayrağını bilmeden adam yanmışka futbolun ismi oluyor. Bu en şu bir yer dizvatkan narsa bir devletlik bir tenterebe alıp ketken durumlar ödülürdü. Yani bu naiti Uygur halkı şundak, Uygur halkı sevimlik Uygur halkı şundak. Naiti tenterebeni yaxşı görüdü. Örümcüdüm şundak. Kırgızcığını aldı da nurgun musabılar boğan suyungen halkımız. Helham suyunu dep oylayman. Biz muştak Şarkı Türkistan Halkara futbol komandası muştak komandanın bir qancha qurilib ketsin. Uyg'uriston futbol komandasi qurilsin, Uyg'ur futbol komandasi qurilsin, oxiri millatimiz harakat qilsin. Mayli qancha qurilsin mayli. Gap bu yerda bo'layotgan narsa biz ideologiyani talashmayli. Shu Ilshat inimiz mush pedagogni qurdi, buni qo'llayli, boshdan tashlab qo'yaylik. Agar mushuni qarshi bir komanda qurilib, musobaqachisi tamam, musobaqachisin. Demiş ki raqobat bu yerda g'alaba bo'ladi. Raqobat bo'lmasa, bularni o'ylab qilish mumkin ekan. Bu bir kumalda yo'qkan deb. Masalan, sürgün hukumatimizning bir raqobat necha so'p ketdi, navchavrlik bo'lib ketdi. Shunaqa gap. Ham yerda raqobat. Uyg'urlar shuni qaran raqobatni yaxshi o'ynatadi, ammo raqobatniki unum bo'lish kerakdi-da. Biz natija qozonish kerakdi, ammo natija kam bo'lyapti bizda. Bu siyosatga kirib ketdik yana. Mayli nimalar deyishayli. Bu futbol nait eslatan harakat, xalqimiz, bilim yoshlarimiz nait qiziqib o'ynaydi. Shunga mumkin bu o'xshashmasliklarni, fikrdagi ixtiloflarni tashlab qo'yib, shu Sharq Turkiston futbol komandasi xalqaro sahnaga Sharq Turkistonning bayrog'ini lapilib chiqdi. Biz shu bayroq hurmat qilamiz. Shu vatanning tarixiy ismi albatta har qanday Uyg'ur buni qabul qiladi, qabul qilmaydi emas. Ammo bu yoqda siyosat her bir vaqt belgilengen 100 yıl girip özgürmeyden narsa yok. Siyasette özgürlük turgan narsa. Her devirde özgürdü, her 10 yılda özgürdü, her 15 yılda özgürdü. G'arb demokratiyasi texmişinde köyden Trump'dan neyim katkını, Biden'ın neyim katkını bilse siyaset da bu. Çünkü bu narsa biz dünyada özgürmeyden mefkuru bulmaydı, özgürmeyden qarash bulmaydı. Millet mi özgürdü hatta. Çünkü bu narsaga biz keng qo'saq muomala qilsak, xalqimizning irodasiga hammamiz hurmat qilishni bilsak, xuddi Muşu Şarkı Türkistan
Mübarek vatanimizning nomli atalgan futbol musobaqasini futbol komandasi qanday qo'llagan bo'lsak, bosh fikr iqimlarni qo'llasak, hurmat qilsak, hargiz bu yerda bu mushtaq millatimizniki vatanimizning nomi bilan xalqlar chiqadigan sahnalarda shu buni boshlar qilolmadi. Yaşadığımız qildi, ep chiqdi bayroq depildi, buni qo'llayli. Buni nurg'un narsalarni siyosiy datalash qilib o'tirishgan narsalar bo'ladi. Siyosiy datalashni tashlab qo'yib, milliy birlik, umum manfaatli o'tirishgan narsalar. Mushtoq manfaat nuqtasini mushtoq nihoyatda sezgir bo'lsak, menimcha nurg'un masalalarni hal qilib ketalaymiz deb o'ylaymiz. Demak, xalqimiz teamning o'zi futbolni bak yaxshi ko'rdi, bu nihoyat jonliq, bu tan sog'lomlikqa nihoyat isl bir harakatda. Rahmat. Sayın efendim, siz mi balalarınızı 3 gün mektepten kaldırıp futbolun hepsini berişip özünüzden hizmetini taşlayıp aşağı berişike Türk olan amel ne mi? Futbolun sigri kuşlama ya siz bir futbol heveskarı mı? Hoş. Avazınız. Men futbol havaskar emas. Men burundan tatib ishlagan yerimda nimada o g'arb ellarda bu futbol asosiy tema ekan bo'lanoqchi. Men binakorlik ishlarni nima ish qilsak, ay futbol bilan biz bilan gap talashayotgan, kulayotgan, qayg'urayotgan ashuni qarab boshqa keldi. Men o vaqtida men jimlam ish qaralashma ishimni qilayverdim. Kesam sening teman qaysi andamdasa mening unda vaqtim yo'q. Meningki vatanimda Xitoy besavagan, qirg'inchilik qiladi. Men san o'qishunda futbol qarab, undan nima qilganim, mening vaqtim yo'q, zehniyatim yo'q deb ashuna deb qo'yib ketdim. Endi maqatimda Sharq Turkiston ulusal komandasi deb menda bo'lganlik uchun nihoyat qo'shilib bu qatnashib mushtanim qildim. Futbolning kimda dunyoda har qanday bir nimadan sohadan yuqori mashhur, hammadan yaxshi ko'rgan lekin uni bilaman. Andan keyin men 2 yilning oldida dunyo FIFAda lo'nqisini talishda nimaniki bu eng oxirgi shu finalda Argentina bilan Fransiya qilib qolgan vaqtida har ikkili davlatninki shu prezidentlar keldi-ku bu yerga. Shuni bilib olamiz qanchalik muhim ekanligini. Mening gapim shu. Rahmat. Nurgul Hanım sizce? Siz bunu qanday? Bunun sigri kuchi zati qayerda? Buningki kuchi endi tantarbiya bo'lmish futbol musobaqasi degan narsaga kelsak, futbol musobaqasi bu fizikalik, bu tan harakati bilan bo'ladi-ku. Buningki shunga bu yerda odam ilg'imaydi. Bu universal til bu degan. Mayli siz inglizcha gap qiling, mayli uyg'urcha gap qiling, yoki bo'lmasa boshqa bir 2000 boshqa til, yer sharida boshqa qaysi tilda gap qiling, siz bir yerga kelgan vaqtida shu o'qishmagan tildagi, o'qishmagan zubondagi odamning hammasi o'ynay oladigan, bir-birisi bilan shu o'rtaqlasha oladigan ashuna bir o'rtaq til bu. Endi bizning o'zimizningki tariximizga kelsakmi, biz shu futbol musobaqasini iksaqda birinchi qatim o'ynaganda hozirgacha mana 150 yil o'tdi. Bu tarix 150 yil tarixdagi oz tarix emas. Ana shu tarixdan buyon bizningki singib ketdi-ku bizga. Ananınkin bu xalqni bir yerga ekilalaydigan, avomni bir yerga ekilalaydigan bir nayt yaxshi bir usul bu degan. Ana buning sehri shu. Har qancha o'xshamagan, terilib ketgan odamlar, qanday iqimdagi odamlar bo'lsa, tantarbiya bu shu futbol musobaqasiga kelgan vaqtida futbolga kelganda ashlar bir yerga kelalaydi. Ana o'zininki datalash hamma narsani bir yerga qarab qo'ya oladi. Endi yana birisi o'rtaqlikni bir paydo qila oladi shu jarayonda. Ana shu sababdan masalan bu qitimki qirg'inchilik jarayonida Xitoyning eng yana bir hujum qilgan narsa, qirib yo'qotgan narsa nima desa, shu Uyg'urlarningki bir yerga kelalaydigan mayli san'at turi bo'lsin, mayli tantarbiya turi bo'lsin, mayli jamoat shaklida bir yerga keladigan masjidlar bo'lsin, ashunda jamoat bir yerga keladi, hatto mali ko'yli bo'lsin, ashning hammasini supurib tashladi. Bu nima desa, bu odamlarni ayrim teriqdak tutib turib boshqursa, kontrol qilsa, yaxshi kontrol qilib bo'lganligini Xitoylar bilib yetdi, biz bilmayapmiz. Ana mush qatim
Bu Şarkı Türkistan ulusal muş futbol bizim komandanınki muş musobaqa qatnaşı, muş bütün jarayon, bunun oldi oxirinin hammasi aşinasini isbotlab berdi. Biz şu tor dünyasida bir yerga kela oldik, shuningda. Aşının o'zi bir güzel bir nuqta deb qarayman. Anankin bu yana bir musha qo'shib qo'yadigan narsam, har qanday bir mayli mushu surgundagi millatlar bo'lsin, qandaqning bo'lsin, davlat komandasi birli bo'ladi. Lekin sizlar hozir erkin longsini tanishimizda dunyoning hamma yerdagi diasporadagi qarindoshlar ayrim davlat bo'yicha, rayon bo'yicha komanda tashkilot uning ruxsat. Lekin miyada davlatning komandasi faqat birli bo'ladi. Aşu bizga vakillik qilib xalqarada top o'ynaydi. Aşu bizning faxrimiz. Aşu bizning ruhimiz. Rahmat. Rahmat. Abdurahmon siz jamiyatşunas nuqtasidan musada futbolning serkuchi qayerda bu bir jamiyatningki nima jonlanish uchun buniki qandoq shu qadar adam jalb qila oladi. Bu shaxta siz bir o'zingizning bir Cemiyetşünaslıkni ekirsek hata gap sanaman. Çünkü cemiyetşünaslık noktasını qargan çağda bu vahşi kapitalizmden bir eseri bu futbol degan narsa g'arblikninki burun bir-birine gladiator deydigan nimalar bo'ldigan. Onunki bugünkü medeni taraqqiy qilgan shekli futbol degan narsa. Kapitalizm bilan aloqador, g'arb medeniyeti bilan aloqador. Ondan keyin bu ticaret, ondan keyin siyaset, cemiyet boshqarish bilan aloqador. Nurg'un insonlarning hukumatga, davlatga noroziliklarni ayaga burib o'tib, ayada rohatlatish orqali jamiyatni tutib turadigan yaxshi narsa bu. Devletler için, muqim nima uchun. Bunu sözlep gelsek bu uzun. Bizimki Uygur cemiyeti bilan ancha alakası yok. Xitoyda bunu bilgenlik uchun ilişatlı bilirdi. Burun Ürümçilikki bizning Şinjan komandası deyildigan Uygurların bak Xitoyda komandada Uygur taraftarlar vardı. Hurra deb chiqadigan. O kuchdan qo'rqib ketgan tarafi va g'oljilikka Meshrab Ayam Nurgul degandek nurg'un narsada. Endi men nimaga qaytib keladigan bo'lsak, butun millatlarningki shundoq bo'sh vaqtini qimmatlantiradigan, bu badanni chiniqtiradigan har xil tantarbiya turlari bor. Futbol bizniki emas. Bizda eng kengro'g'in nimati degan chog' chelish. Ondan keyin qishning kunlari o'ynaydigan o'g'loq tartishish. Bular bizda kengri an'anaviy, hatto divan lug'ati turkda ko'riladigan chevgan o'yini. Divanda nima bor? Tepuk deydigan bir o'yinning o'ynalganligini bugungi futbolninki ibtidoiy shakli bo'lish mumkinligi deydigan ko'z qarashlarmi bor. Endi bizde manda bir söz var, bunu bilirsizler. Elgi kirsen ilimçe, soğuk kirsen bilimçe deydigan. Yani Yekçeşme'nin şehri varsan bir közünü kısıp yür deydigan. Bugün dünyada kapitalizm hakim. Bugün dünyadaki en zoravan kültür G'arbning kültürü. Unda olgan ekan bu tantarbiya sporning ichidimi eng kuchlik yoki ommaviylik yuqori bo'lgani futbol. Endan keyin boshqa turlar keladi. Shunga bugun biz qatadin qavchi matadin qal deb biz bugungi madaniy dunyoda g'arbning hukmron bo'lgan shu dunyo sistemasida o'zimizningki to'nilayotgan qirg'inda to'nilgan kimligimizga yandaştırıp yana başka cesur şunda futbol söylediğin başka sahadımı özününki merdanlıkın gösterleydiğin bir milletlikimizin ifadeleş için bu futbolunu umumlaştırışımız gerek. Umumlaştırmışsak namımız yaşavatkan devletlerde umumi ballarımızı şu ya futbol klubu kapırpırımız ya ki basketbol kapırpırımız degende. Şu anda mesele şu. Bugün bizimki Uygur diasporası da umumlaştırılan bir sportif faaliyetler kayısı.
Endi bazı bizimki mesela Türkiye'deki Uygur diasporaları körlüştük, dindarlaşıp ketiyotgandek veya ki dindarlaşkanlığın bu işte uzaklaşıp ketgendek. Bu işler seküler bir kişilerin işidek. Aşındaq bir kılınmakta işler var. Yani bizim Uygur diasporasının başkuruluşu, yügüne veya ki çizgine epsus biz Şarkı Türkistanlıklarının Uygurlarının kol demez. Uzaktan başkurulduğun ahvallar intayın eğer. Ve biz bugün biz bile yapılışıvatkan bir devlet millet adetteki devlet millet demez. Bir Engliyelik emez. Bir Orus emez, bir Arap emez. Bizde 3000 yıldan beri obdan tanıydıgan, fakat biz obdan bilmeydigan, hissi bilişimiz ba, akli bilişimiz yetersiz olan bir millet. Şuna bu yerde bizim diasporada bayan deyilgendek bir mahalle, bir küçük, sağlam bir Uygur diasporası şekillendirenmegenlikimizin tekteki en mühim amil bizim diasporanı bizler başkuranmavatkanlığımız veya ki kadrlar başkurvatkanlığı dek bir reallik var. Şuna Türkiye'de 50 binden 100 bin geçilik Uygur şu 2009'un Çin kelgen bir devlette sağlam bir diaspora şekillendiremedi. Aziremde Kanada'ya iktibatlıdır. Kanada'da muşunda bir ihtimallık bola mı? Bu bir yugan bir sual işareti. Bu Kanada'daki muşu Uygurlarının Kanada'ya yerleştirişi de aktif bulavatkan Uygur faaliyetçilerinin sığdırışçılığı, misyon, vizyonu ve diasporadaki Uygurlarının mevcudiyetini uzun müddet yaşadığımız cengvar kılımız deydiğen aklıba insanlarını bu işin içine arlaştırmasına bağlı. Hem kalan devletlerde Avustralya'da 5000 var diyen bilen Nurgullu obdan bildi, kimisi Şincanlık bulunurken, kimisi yanı başka. Engilya'daki dünya siyasetinin merkezi olan en mühim devlette tekice 700 Uygur bağ davetidir Aziz İsa Efendi. Uygur'un siyasetçileri o Xitay'la en yakın münasebeti olan Germaniyanın München'de demez, Engilya'da buluş gerek. Amerika'da buluş gerekti. O çağda bu devletlerde oynayan siyasetçiler xuddi muş devletteki futbolculara okşaydı. Sarxıl süzülüp çıkıdı hangi. O qağa devletlerdeki şu avval qasasen buldu hangi. Şuna hem de bu futbol meselesinin söz açkan çağımızda futbol bugünkü yığınçaklanan çağımızda erkaysı kıymetlik mihmallar dep öttü bunun mühimliğini. Bizim diaspora için mi mühim? Bizim diasporadaki kaysi ideolojiye, kaysi neziriye, kaysi nimede buluştuğun kat'i nezer muşu ilişat bayan dep ötken şartlarının asıl kirip özünü ifade kılalaydıgan ve bula meydanda top yugurtken çağda ekran beşide veya sahnelerde hurra diyalıydıgan muşunda bir bizim diasporanın mı rahatlaydıgan ihtiyacı var. Yani bugün diasporada biz meşreplerimizi tirildiremedik. Başka nereden tirildiremedik. Hiç olmayınca ama futbol meydanlarında bu Uygurlar rahatlaş gerek, vakırış gerek, tılış gerek, hakaret kılış gerek. Hemen es buldu bu futbol meydanı. Hatta birbirine uğraş gerek. Xitay muşatamağalı Uygur muşatalaydı mesela. Vakıza. Şu anda şu futbolun ki şu garip devletlerdeki, medeni devletlerdeki kelgen seviyesi de bizim futbolcularımızın çıkışı, taraftarlarımızın ki insanlarımızın bir araya gelip kaynışı, bayan ilşat degende ya biz buraya yurtkenimiz o. Atanımız bir yerdinken o. Diğer işi aya çakçaklaşkan çağda cezası anda ehmiyetlik cezalarını birerişinin üzeri mühim. Çünkü bu futbol nukul bir tenterbiye beden fiziklik bir hareket emez. Bunun ideolojilik, siyasi başka artık görünüş var. Bayan bizde ötken ticari artık görünüş var. İktisadi tarafı var. Şuna mühim ümit varımız
kollaymiz. Mesuliyetinle eğer ilişat yine. Şuna yolunla uçuk, Emrahim'la Hızır, yol başçılığı kök böğrü olsun. Arkanda da 100 binlerce sınır Uygur bu. milletbaş taraftarlarına bak. Rahmet, buyangi suhbat nayt obdan bo'ldi, bir qadar uzrab ketdi, lekin nayt yaxshi bo'ldi, ko'ngildagi bir suhbat bo'lib qoldi. Hammaga ko'pdan ko'p rahmat. Buyangi suhbatga yana ikki mehmonimiz bor. Birisi yani Karaxonchilarni restoranning xo'jayini, xizmat qizi og'riqligi sababidan xotin jamoa qilib qoldi. Yana birisi Turkiyadagi 84 yoshlik Mahmud Amin akimizdi. Bu akimiz Uyg'ur choyxonasida biz shu naq maydon taqat qavaqda Uyg'urcha Abubakir so'zlab tushundiga naq maydonga kirib bu akimiz nihoyat hayajonli ketibdi. O'zim shu pul chiqqanda $100 yordam qilibdi ekan, menga shu ovoz bordi, hamda men qo'yaman. Shunda hayajonlanib men jiqroq birammaganimdan pushaymon qildim. 2027-yilisi texnik jiqroq biraman deb 84 yosh akimizning hayajonliqdan degan gaplari o akimizga bir umid kiribdi, bizning millatga bir umid kirdi dedi. Men bu futbol Sharq Turkiston ulusal komandasining bu qatlam futbol musobaqasi biz millatni bir yerga yig'adigan bir millatga qayta bir hayoch kuch ato qildi. Shuning uchun bu programmani men ko'p odam bilan ishlab qilishim sababdan birisi bu. Nimasi? U akimizga kiramay qolib qoldi, hamda yosh cho'ng nimasi qılamay qolib qoldi, kiramay qolib qoldi, salom yetkazibdi. Ben şeyde ayrım şu boğumuzda bir salımın yolu değil. Çünkü mangımı aynı vakit biz başta pulcuk yani kısacık vaxtımızda man ayrım avazını anlattırmak, göz yaşını akıttırıp şuna sözlep ketken şu. Hakikaten bek tesirlendim. Bu cereyanda nurgun geçeceğiz. Ançımın çıkmamız yerin bulduğun işler yüzbegen bozmu. Yani boğumuzdaki, nurgun qeyrnişimizdeki, üstü otağın ustazlardaki qeyrindaşlarımız şunda eden tesirlenigideki mangı bazı biraz bunun kim şu hayatında senin sang tesir qilish kim olsa birinci olab %100 oylaşım ketmeydi o şu musaqtiki alken cereyanda %100 deymi. Çünkü hakikaten sizlerning qo'llashinglar bilan bu ish hakikaten bo'ldi. Eng axir bence program azlaq tugaydi deb qoldi deb o'ylayman. Eng axir deydigan narsam mallonqi chiqotamda. Chiqdi. Yana chiqib qoldi, ko'randi. Tunjiqdim. Bu faqatlam koniga qatnashgan Turkistonliklar qatnashgan oddiy bir misol emas. Tariximizda Turkistonga vakil bo'lib qatnashgan tunji turnuvada olgan natijamiz. Bu natijani aldı bilan hammamizga muborak bo'lsin. Bütün Sharq Turkistonliklar, bütün Uyg'urlar muborak bo'lsin. Bu natijani demasak bo'lmaydigan shu vatan uchun, Sharq Turkiston uchun, ko'k bayroq uchun bedel to'lagan shahidlarimiz uchun taqdim qilamiz. Ve elbette diasporalarda jillarning yağı üzüldürmey, şu vatan için, bayrak için köreş kılavatkan nurgun kahramanlarımızga, üstüde sözler tıkın barlık ustazlarga hemmenlarga taqdim qilma. Bu hemmemizning natijasi. Allah hemmenlardan razı olsun. Bundan keyin bu endi başlışı tıkım yaxshi qilish uchun, tıkım yaxshi natija ilish uchun, tıkımın çoğun sakni çıkıp Sharq Turkistonni tunish uchun qo'limizdan kelishcha %100 tirishimiz. Hemmenlarga rahmat. Rahmat. Buni ishlarimizga iqtidaymiz. Biz her zaman qo'llaymiz, her zaman tashviqot uchun kuch chiqaramiz. Hamma so'zlaymiz. Rahmat. Biz bugungi programmamiz mishada oxirlashdi. Endi boshqalar qo'shimcha qiladigan yana bir gap bo'lib qolib qolsa olaylik, bo'lmas programmani oxirlashtiraylik. Boshqa gaplar Abdirimjon, men vaqtni xato hisob qilib, men bolarimni bir yakshan bo'lgandan bag'ishga olib berib ulgurmango deb keliblam qatnashdim yoki ishib qolibman, kechirim so'rayman mendan. Rahmat. Miyada menga bir ayrim bir uchur qilib qo'yapti. Bu uchurni havola qilib qo'ygan uchur ekanda. Mishel o'rtoqlashib o'tay. Bu yerda bir necha o'tgan yerda bu paranglar ham bo'lganda
deydi bu qatimliqi iqtisodiyotni yig'ish nimasi kelganda eng jiq pul iqtisodiyotdan qilgan Quzat Oltoy qarindosh. Haqiqatan xush bo'ldik. Hamda nima Elshad Islom dedi, bu Sharqi Turkiston ulusal komandasi tarafsiz bir komanda deb shundoqqa aytadingizmi? To'g'ri. Endi Elshad Islom o'zi Sharqi Turkiston yoshlar qurultayiniki koordinatori tarafsiz deyapti. Bu nima komanda tarafsidagi o'zi nimada buningga nima deydi bu birinchisi. Ikkinchisi hamda bu Sharqi Turkiston yoshlar qurultayi nimada ba'zi qo'zg'atlarga kuchli hujum xarakterli narsa bor, to'g'ri hamma narsa aniqlab bu narsalarni. Bo'lsin, lekin Quzat Oltoy qitilchalik bu bunga bir adovat naq 10 ming yevro o'zi pul yordam qilib, to'g'ri bir kuchli bir chaqiriq e'lon qildi. Bu Uyg'urlar bir xo'sh qildi, hayajonlandi deb mushtinga Elshad Islom qanday qaraydi ekan deydi. Buni amaliyotda muhimi men qanday qarash emas, butun xalqimiz bunda bir yaxshi ko'rinishni ko'rib qo'shilish kerak-ku. Ya'ni xuddi bizmi asosda Yevropaniki, Amerika, Avstraliyaniki haqiqiy siyosatchilarga o'xshash qila olamiz. Shu ya'ni demoqchi bo'ldim, parlamentda talishidi. Lekin sir chiqqanda yana bili chiqib qahva ichalaydi. Ya'ni muhim kelganda vatan menfaat kelganda yana bir yakilaydi. Bu amaliyotda hammadan ansa ko'sa yaxshi qo'shilg'idek bir narsa bu amaliyotda. Mencha qo'shilib so'rdi deb o'ylayman o'qirinishimizdimi? Mening abim bishlam degan-ku, siyosiy ko'zimiz har xil bo'ladi. Bu siyosiy ko'z qarashimiz. Bu normal. Shuning uchun biz komandamiz işte futbolchilar bo'lamdi, yetakchi bo'lamdi. O'xshamay tashkilot qo'llaydiganlar, o'xshamay yerda ko'z qarash qildiganlar, o'xshamay ismini ataydiganlar, hammamiz bir kelib oldik. Buning go'zal bir narsa bormi? Shunaqa. Boshqa Quzat Oltoyni bir ulug' yaratdi-da. Albatta. Haqiqatda ulug' yaratdi. O'chmanlik bir yoq tashib yordam qilishdan azalda o siyosiy nimaki dushman bo'lib ketdi. Ko'z qarashimiz o'xshamaydi deb gap so'zlar o'xshab o'zimizning fikrini to'g'ri deb deymiz, u normal. Lekin hozir eng muhimi Salohiyattin Sharqturkiston ulusal futbol jamiyatining raisi. Men meniki vaqtida har qanday odam bilan baranishman. Refiyaning Shuhrat Ushur akamiz bilan aloqashib qildim. Abduqodir Yapchan akamiz bilan aloqashib qildim. Angliyaning Izaysa akamiz bilan, Qardoq Ma'lum bilan, kim o Nurgul Savd adimiz bilan, yana Nurg'un ismini atamagan Nurg'un qarindoshlar o'xshamaydigan ko'z qarashlar. Hammasi shunda Sami Arabiya Qodir xonim bor. Hammasi shunda yaxshi deb qo'llab billa nima chiqdi. Bu haqiqatan diasporada yaqinqi yillar bizga eng lozim bo'lgan, eng ko'rinish xohlaydigan bir ko'rinishni futbol orqali yana buni maqsadga yeta oldik deb o'ylayman. Bu butun xalqimiz mamanda deb turib, ana deb turib emas. Dismi mayli, menga nim bo'lmaydi deydigan davrda ko'chilaganlar, lekin hammamizni qo'sh qildigan bir ko'rinish bu. Men yani o'zim bu mushning ichidagi bir parchasi bo'lganimda haqiqatan faxrlanman o'zimdan. Rahmat. Unda boshqa fikringiz qolib qolsa bu temada olamiz, bo'lmasa programmani oxirlashtiramiz. Aqllarimiz charchab qoldi dedimiz. Rahmat. Hamma usab ketdilar. Ben az xizmatimga manga rahmat. Allohmat. Lekin bu programning oxiri bor. Kelar qatim maqsad shu Sharq Turkiston ulusal kimlik asosan kim uning diaspora ta'sir to'g'risida qayta bir keng bir program qilamiz. Qachon abim ishlab kuchimiz bo'z qilamiz. Abdurim efendim. Sizdan abim diye gerçi sizga nisbeten belki adli bir ders buluşu mümkün. Bütün balların yığı bir resim şu alanında çıralı kolaylıydayız. Bütün balların ekili için okşmayı da devlet. Gollan diyerek ne? Gollan kaçadan bade, kaçadan baş kimi keyde? Kim olsa çok masaj bilmeden o çatayı. Buldu. Rahmet emese, emmem köptün köp rahmet. Allah'a emanet. Kengi sandık bir şeyle. Allah'a emanet. Hoş. Rahmet. Rahmet. Allah'a emanet. Hoş.